Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bu til bizning tilimiz. Asrlardan buyon talay zulm ostida davomlashtirib kelgan ajdodlarimizning varislari bo'lgan bizning tilimiz. U bizning sanduq ostida saqlaydigan tavarruklarimizning aksicha tilimizda yoshnatadigan, qo'limizni ko'tarib, o'chirib qo'ymaydigan mash'allarimizning biridir. Bu til bizning tilimiz. Cho'ng bo'layotgan balalarimizning tilidir. Ularga mana bu sizlarning tilinglar deb tunutish, o'gitish va o'rganishiga fursat yaratib berish bizning bosh tortib bo'lmaydigan burchimizdir. Biz bir yo'lga chiqdik. Yo'limizda yukimizning ig'ir ekanligini bilatdik. Yo'lning tikanlik va uzun ekanligini bilatdik. Biroq bu shundoq bir yo'lki, uningdan chiqqan har bir kichik manzil bizga to'g'ri yo'lda ekanligimizning xotirjamligini, hamon eng oxirgi manzilga yetadiganligimizning ishonchini berib turdi. Mana hozir huzuringlarga sunmoqchi bo'lgan 3-qitimliq Men Notiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasi mushu kichik manzillarning biri. O'tgan yillik musobaqa qatnashgan mahirlardagi ilgirlash, yangi mahirlardagi talantni ko'rib, ko'nglimizga bahor keldi. Ko'z oldimizga vatanda echilayotgan chechaklar keldi. Vatanga berib baxmagan bolalarimiz bor. Vatanda bo'shiklari, tunji qadam izlari, o'zlarini mehri bilan erkilatgan yiqinlar qolgan bolalarimiz bor. Ular vatanni suyishni bor kuchi bilan aslagan bak kichik vaqtlardan, telefonda "Jinim balam" degan bo'g'muma tag'i hammalaridan, qachon kelasan deb kutayotgan navri tuqqanlari va do'stlaridan o'rgandi. Ular tunji bo'lib vatan degan uqumni yuragidagi seg'inish bilan his qilishga boshladi. Vatandagi suyimlik tuqqanlarning, hatto ota-onasining zulm tortayotganini sezish bilan to'ldi. Kichikini chaqlardila yurak og'riqining qaqish bilan emas, balki ichi etish bilan yig'lashning ta'mini tetidi. Biz ularga bir vatan qarzdor. O'zimiz ig'ir dardlar ichida yashayotgan bo'lsaqmi, bolalarimiz bolaligini yashashi, bolaligini ona tilida yashashning ta'mini tetishi kerak. Bu ta'mni biz mangu unutmagandek, bolalarni unutmaydi. Bu ta'm bolalarimizning haqiqiy Uyg'ur farzandi bo'lib yetilib chiqishiga turtki bo'ladi. Avatilgan videolardan muhojirati cho'ng bo'layotgan Uyg'ur bolalarining ravon Uyg'ur tilini, Uyg'urligiga bo'lgan sevgisini ko'rib, bir parcha vatanga ega bo'lgandek bo'ldim. Bu bolalar bizning vatanimiz ekan. Bu bolalar vatanimizga zulmga qarshi biz o'lmaymiz deyotgan kuchli isyon ekan. Qag'lar bulbul kabi sayraganda, to'ng'izlar gul beg'imda yayraganda, shunqorim qanotidan qayrilganda, g'azidar o'zim bilan vatanlikman. Buloqlar öksüp qanaganda, tağlarım xorluqlarni sanaganda, chimanlar o'zini chanaganda, quyulgan ko'zim bilan vatanlikman. Baharim ushuk tegib yiqilganda, saylilar o'lim bo'lib chiqilganda, pasli kuz saman bo'lib yiqilganda, qahraton yuzim bilan vatanlikman. Asmanim tilim yutilganda, tuproqim qora dardga tutilganda, tanglarmu yuzin o'rib qutulganda, ezilgan so'zim bilan vatanlikman. Darmonsiz yurak o'qda etilsa ham, mozorga vatansizda qitilsa ham, notalar big' surar til yirtilsa ham, kepallik o'zim bilan vatanlikman. Balalarimizning vatanga bo'lgan seg'inishimiz, umidimizni kuchaytiradigan nutqlari har birimizga kuch-quvvat va jasorat bergusi. Faoliyatimizga orzulari va ko'ngil so'zlarini avatgan, bizga madad berib qo'llagan doktorimiz Abdushukur Abdurashid aka, ustozimiz Abdullah Qaraqash aka va Zulhayot O'tkir hadimizga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz.
Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, suyimli farzandlarimiz. Hammanglarga Shveysariyadan o'tliq salom. Xalqimiz irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan, tilimiz xo'rlanib, yo'qolish girdobiga berayotgan bugungi kunlikda chet elda tug'ilib, o'sib yetilgan o'smirlarimizningki nutq faoliyati ilib berish xabari meni qattiq hayajonlantirdi. Men bu fursatda mush faoliyatni tashkillagan va shundaqla yo'riqqa chiqish uchun moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lgan qarindoshlarimizga cheksiz hurmatlarimni bildiraman. Faylasuflar aytadiki, dunyoda ikki narsa mangu qarimaydi deydi. Uning birisi yaxshi ish, yana birisi yaxshi so'zdir. Yaxshi ish va joyida aytilgan so'z kishilarga aql, ruh va go'zal tuyg'ularni baxsh etib, hayotga bo'lgan ishonch va muhabbatni urg'utadi. Shunga bizda bug'doy yashagan bo'lmasimi, bug'doy so'zing bo'lsin deydigan ahliya so'zlar bor. Ma'nisiz so'z, o'rinsiz aytilgan so'z odamning aqlini uchirib, ro'yini xunuklashtirdi. Hozir jamiyatimizda xalqimizning yangi uchurlarga, yangi bilimlarga bo'lgan ehtiyoji bag'ansir eshib bormoqda. Ular yetaklashga muhtoj bo'lmoqda. Nutuq keng ommaviylikqa ega bo'lgan bir xil san'at. Notiq o'zining nutq orqali ideyasini anglag'uchilarga singdirdi. Shunga nutq so'zlash ma'lum mas'uliyatchanlik va jamiyat a'zolarini tarbiyalashda yetakchi bo'lishni talab qiladigan, ham shundaqla oliyjanob axloqiy fazilatlarni yetildirish va o'zini mukammallashtirishni talab qiladigan bir xil san'at. Dunyodagi nurg'un notiqlar tirishib, o'rganish orqali o'zini mukammallashtirgan va insoniyatga zo'r tuhfalarni qo'shgan. Masalan, Martin Luther King, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Nelson Mandelaga o'xshash ulug' doiy va yetakchilar o'z xalqi eng qiyin vaqtlarda qolgan vaqtida ularning ro'yini urg'utadigan, qilayotgan kurishini oxirgi minutlargacha ilib berishga rag'batlanadigan so'zi va nutq orqali insoniyat tarixida eng hurmatlan tilg'anilgan shaxslarga aylandi. Shunga nutqdan iborat bu ijtimoiy faoliyat jamiyatimiz ichidagi kishilarni tarbiyalab, ularning engini o'stirib, ularda qat'iy ishonch va kurash qilish ro'yini urg'utadigan tangdossiz kuchga ega bir xil quroldir. Shuning uchun jamiyatimiz sohasida zo'r turkumdagi notiqlar qo'shinining yetishib chiqishi vatanimizningki kelgusi uchun xalqimizda ishonch kuchayib, ijtimoiy hayot jonlanadi. Kelgusiga bo'lgan umidvorlik oshadi. Ko'rib turibdimanki, bizning o'smirlarimiz bu vazifani kichik turib tunib yetib, o'zini yetildirish orqali xalqimizga umid berish, kelgusimizni parlaq qilish, Xitoyning Uyg'urni yo'q qilish planini bitchit qilish uchun atlanibdi. Men sizlardan keyingi bir turkum yangi yetakchi rahbarlarni ko'rgandek bo'ldim va ta'sirlandim. Sizlarga apirin, faoliyatinglarning o'ngishli bo'lishini tilayman. Rahmat. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlarim. 3-qatimliq Men Notiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasi bu yilmi g'alabalik olib berildi. Bu navbatlik musobaqaga jami 37 nafar avlodimiz asar avatibdi. Farzandlarimizning bu qizg'inligini ko'rib, erkin dunyoda o'sib yetilayotgan Uyg'ur g'unchilarimizning ana tilimiz tarix sahnasidan süpürülüp tashlanish xavfiga duch kelayotgan bir sharoitda jo'shqinlik bilan qilgan mundoq nidosini anglagandek bo'ldim. Tunigun Mahmud Qashqari buvimiz divanini, Yusufqa Sajib atimiz Qutadg'u bilikini, Baldur uyg'ongan Abduxoliq atam uyg'onini, Izbasari Abdurahim O'tkir dadimiz izini tarixning battiriga oltin harflar bilan yozib qoldirgan bo'lsa, bugun dinimiz islomni anamning tili Uyg'ur tilida bizlarga so'ydirish
va ana tilimizni saqlab qolish maqsadida Allohning roziligini ko'zlab esil kartun va filmlarni tayyorlab yoki tarjima qilib foydalanishimizga sunib kelgan avlod gruppasi Nur televizoriga o'xshash fidokor akalarimiz bor. Undan boshqa Sirat o'smirlar jurnali, To'tquloq bolalar jurnali, Shafaq jurnali, Ma'rifat jurnaliga o'xshash bir-biridan esil jurnallarni tayyorlab bizga sovg'a qilayotgan hada va akalarimiz bor. Yana Allohning kitobini har qachon va har yerda o'qiy olishimiz uchun Qur'oni Karim abdi ta'lini, kitob o'qishga fursatimiz bo'lmagan chog'larda anglay olishimiz uchun ovozli kitob va ovozli asarlar abdi ta'llarini, tushunilmagan atalg'u yoki kalimalarni darhol izlab tepib tushunib olishimiz uchun avlod lug'ati, yulg'un lug'atiga o'xshash lug'atlarni, izlagan har qanday materialni darhol tepib o'qiy olishimiz uchun Uyg'ur kitob, yong'in, il-kitob torlariga o'xshash bekatlarni, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchilarning foydalanishi uchun vatan ichi va sirtidagi ustozlarimiz qalamga olgan maqolalar jamgohi Uyg'urcha maqolalar ambirini tayyorlab foydalanishimizga sungan va davomli beyitish uchun jon fidolik bilan un-tinsiz tirishayotgan akalarimiz va hadilarimiz bor. Yana shundoq esil kitoblarni bostirib, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan bizlarga yetkazib berish orqali tilimizni saqlab qolish yo'lida eng muhim rolni o'ynayotgan Taklimakan, Avlod, Sutuq Bug'roxon, Qutadg'ubilik va Hiro qatorliq nashriyotlarimiz bor. Hammadan muhimi, yuqorida tilga olingan ilmiy xizmatlarni har xil yo'llar bilan qo'llayotgan angliq ustozlarimiz va ota-onalarimiz, ularning izbosarlari bo'lishga bel bog'lagan bizlar bor. Shunga xam xiyol qilishma. Ana tilim Uyg'ur tili ilal abad yashaydi, yashatimiz. Shundoq. G'unchilarimizning musobaqaga qizg'inlik bilan asar avatishi bizga bir tarafdan ilhom ato qilsa, yana bir tarafdan mas'uliyatimizning naqadar cho'ng, yukimizning naqadar ig'ir ekanligini bizga yana bir qatim xotirlatadi. Allah her birimizni Rabbimizga xolis banda, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge haqiqiy ümmet bo'lishga muvaffaq qilsin. O'zimizga, ota-onalarimizga, vatan millatimizga foydali avlod bo'lish va majburiyatlarimizni to'liq ado qilish ilmi ato qilsin. Oxirida bu navbatdagi musobaqani o'rinlashtirgan muyassar singlim boshchiligidagi jafokash muallim va muallima qarindoshlarimga, dunyoning har qaysi joylaridan musobaqaga asar avatgan g'unchilarimizga va ularga madad bergan ota-onalarga, baholag'uvchilar hay'atidagi qarindoshlarimizga tashakkur aytaman va musobaqaning izchil davomlashishiga tilakdoshman. Shundaqla dinimiz islomni va ona tilimizni o'rganish, o'gitish va saqlab qolish uchun kechisini kunduziga ulab un-tinsiz tirishayotgan barliq qarindoshlarimga va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur g'unchilarimizga muvaffaqiyat tilayman. Aman bo'linglar, kelgusining egalari avlodlar. Aldı bilan bu qatimqi nutq musobaqasi qatnashgan barliq mahirlarni qizg'in tabriklayman va ularga yetakchilik qilgan o'qituvchi ustozlarga, ota-onalarga cho'nqur hurmatimni bildiraman. Vatandan noitdi uzoq joylarda yashayotgan Uyg'ur xalqi uchun bu xil nutq musobaqalarini uyushtirishning ahamiyati noit cho'ng. Muhojiratda ana til o'qitishi bilan shug'ullanayotgan bo'lsakmi, lekin vatanning bag'rida til o'rgangandek bo'lmaydi. Lekin shu hur mustaqil vatanimizning vastiga yetish va uning uchun kurash qilish bilan birlikda muhojiratda yosh avlodlarga Uyg'ur til adabiyotini o'rgatish navbatda butkul Uyg'ur jamiyatidagi eng muhim vazifalardan biri bo'lishi kerak deb o'ylayman. Nutq musobaqasini aytsak, nutq musobaqasi qatnashish uchun bolalar avval o'lchamlik bir nutq tekstini yezib chiqish ustida bosh qotirdi va uni kutkizdi. Ondan o'z asarini boshqalarga sunudi. Başqalarının maqtishiga erishish, muayyanlashtirishiga erishish, asarlarni, nutq asarlarini jurnallarda
e'lon qilish, boshqalarni ta'sirlantirishdan iborat bu bir qator halqalar bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirdi va sog'lom bir xarakterning yetilishiga turtki bo'ladi deb o'ylayman. Bir jihatdan bu xil nutq musobaqalari yosh avlodlarni vatanga bog'lab turdi. Bu eng muhim bir nuqta. Bundaq deyishimning sababi vatandan ayrilish bizning vatan sevgimizni texmo kuchaytirdi. Muhojiratda yosh avlodlarga Uyg'ur til adabiyotini o'rgatish bilan birlikda bu avlodlar cho'qim o'zini Uyg'ur ruhi bilan qurollangan, Uyg'ur madaniyatiga to'yingan hamda o'zining o'rgangan bilimlarini, qobiliyatini vatanning ozodligi va mustahkam kuchli bo'lish uchun qo'llana oladigan shundoq bir avlodlar bo'lishi kerak. Bo'lmasa bular yolg'iz Uyg'ur tilini biladigan mashina odamga, robotga o'xshab qoladi. Xuddi ruhiy kuchak bir avlodlar yetishib chiqqan bo'lib qoladi. Chunki bizning yo'sinlarimiz, kültürlerimiz bir tarafdan Uyg'ur etnik an'anachiliginin ko'zniki bo'lsa, yana bir tarafdan milyonlagan Uyg'ur avlodlarni tarbiyalaydigan bir ijtimoiy maktabga o'xshaydi. Mohiyatda ruhni sog'lomlashtirish, millatni gullantirishning muqaddimasi deb qarashga bo'ladi. Ben bir qancha qatimliq nutq musobaqalarga baholovchi bo'lish ham yaqindan kuzatish jarayonida ham nihoyatda inchiklik bilan kuzatdim deb qarayman. Olgan hosilatim shu bo'ldiki, nutqning mutlaq ko'pchilik qismi vatan temasidan iborat. Ben buningdan shuni his qildimki, bolalarimiz o'zini her zaman vatanning bir yaramliq jangchisi deb qaraydi ekan. Ularning ruhiy dunyosi bo'lsin, ideyasi bo'lsin, hatto tushlari bo'lsin, hammasi vatanga g'oyibona bog'langan bo'lib, hech bir zaman vatandan ayrilib boqmagan. Men bu nutqlarni ko'rgan vaqtimda gohida hayajonlanib ketaman, gohida tafakkurlarim qanotlanib ketadi. Bu mahirlarimiz eng oliy in'omlarga loyiq deb o'ylayman. Bu qatimmi biz kutgandimmi bakrak yaxshi natijalarga erishidi deb o'ylayman. Bu bizning avlodlarimiz vatanni qalbida yashag'uvchilar, bizning faxrimiz ham kelgusimiz. Yana bir qatim sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Meyli her kim zoq alsın qaysi tilda, mening o'z tilimga jenim ming pida. Agar yo'qolsa at shu ona tilim, bugunni bo'layman jenimdan juda. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum sevimli do'stlar. Dağıstanlıq şair Rasul Hamzatov yuqorqi she'rida aytganidek, hammamiz o'z ona tilimizdan zoq olamiz. U bizga eng yaqinliq angladi. Şair boğumuz Elşir Navoiy söz unchidir, uning dağızı ko'ngildir degan ekan. Unchidek so'zlarni kangli dağızda ko'nglimizdan chiqarib, chiroyli so'zlayolishimiz bir mahoratdir. Biz mana shu mahoratni o'z ona tilimizda egallash uchun 3-qatimliq Men Notiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasini o'tkazyapmiz. Hamma mahirlar asarlarini o'zlari yozdi, o'zlari yodlab so'zladi. Ularning so'zlaganlari hammamizga ishonch va umid bergisi. Musobaqamizning baholovchilari Seljuk Universiteti tarix bo'limi doktoranti Abdurahim Davlat aka, tanilgan shoir va rejissor Tahir Hamud Izgil aka, Bruksel Erkinlik Universiteti doktor ashti tadqiqotchisi Muqaddas Mijit Hada, Hacettepe Universiteti Türkologiya tadqiqoti instituti doktoranti Rabigul Hoji Muhammad Hada. Bu xil faoliyatlarni hurmatimizda o'tkazish umidida musobaqamizni istiqlol marshimiz bilan boshlaymiz. Sen için el yurtimiz, olsun
Müsabaqaga şiirler qatnaşdırılmadı. Mahirlarning asarlarini ko'rishdan avval bir şiir anglab boqaylik. Huzurunlarda Kanadadan Türknaz Şamşidan deklamasiya qilgan shoir Mahmud Saidining Unutilmaydi Mahmud Qashqari nomli she'ri. Assalomu alaykum. Men hozir Mahmud Saidining Unutilmaydi Mahmud Qashqari degan she'rini deklamasiya qilib beray. Unutilmaydi Mahmud Qashqari. Mahmud Saidi. Dal bu kundan 1000 yil ilgari ma'rifatning dono rahbari to'ldi bir o'g'il dunyoga xon avlodi Mahmud Qashqari bo'lgan unda bir oliy tilak vatan suyar yalqinliq yurak ata ona bo'lib yer yulak mo'lli bo'ldi Mahmud Qashqari yozu qushi aram oldi yayloqlarni kezi qolmasdan xomonlarda qo'nib yurt ochdi nega borsa Mahmud Qashqari u kezmegan shahar qolmadi igiz davon tog'lar halqidi tongda cho'qim kuy yangridi el ko'nglida Mahmud Qashqari qalam duldul itini minib eg'ir yukni ustiga ilib bilim ishqida quyoshda yerib nurini chachgan Mahmud Qashqari büyük lug'at xotirasini uning yumloq xaritasini tavab qilmiz mahbarisini tangdishi yo'q buvam Qashqari ötsumu köp asır ve zaman el yurtimiz unutulmaz hamon u kezgan yer Gülistan bostan qalbi daryo Mahmud Qashqari miras bizga 3 tum asri ilim fanni ölçmez mash'ili olimlarning sarki sarari unutilmaydi Mahmud Qashqari. Rahmat. Biz kichkina vaqtlarimizdan tortib ona tilimizni o'rganishning muhimligini tunib ketdik. Bizning yuragimizda arzularga va uyg'urligimizga, atrofimizda yaxshi ko'radigan kishilarimiz va ishlarimizga mehr muhabbatlik o'rin bor. Musobaqamizning birinchi korpusida 7-8 yoshlik ziyrak inson-sing'illarimizning o'zlari o'ylab yozgan, o'zlari yodlagan nutq so'zlarini sunamiz. Assalamu alaikum. Men hozir so'zlamoqchi bo'lgan nutqning temasi mening daydian tashqi qahramon bo'lgan bor. Men dadamdan o'g'illardan daydian tashqi qahramoni bormi deb so'rasam dadam hozir yo'q. Lekin buni tushuntirib batishada bo'lgan nuzgum degandek daydian tashqi qahramoni bo'lgan deydi. Endi ular qanday qaltish ishlarni qilib berganligini so'zlab berdi. Ama menimcha ular uncha kuchli emas ekan. Mening hozirgi zamondagi taxmi qaltis bo'lgan darajadan tashqi qahramon bo'lgan bor. Mening shu ham quruqlikda nur tezligida yugurib mangalaydigan chaqmoqdek bo'lgan bor. Shunaq bo'lsa, men nur tezligida vatanga qaytib cho'ngapim va ailamdagi boshqa aka-ukalar bilan ko'rsatdim. Mening ailamga har qanday xiyolga uchib boradigan xosiyatli katam bo'lgan bor. Undaqda men
Men maşqa chiqib birinchi odam bo'lgan bo'lardim. Mening xohlagan o'tmishga va kelgusiga vaqt sayohati qilib boraoladigan g'alati doktordek bo'lgan bor. Bu vaqtda men 1986 yilga borib, opamning va dadamning kichik vaqtini ko'rgan bo'lardim. Men yana 2030 yilga borib, u vaqtgacha odamlar boshqa chiqarimni ko'rib boqqan bo'lardim. Mening chaqmoq chaqib yomg'ir yog'diradigan kun o'zgargichi stormdek bo'lgan bor. Undaqda men taklamakan va sehray kabi qumliqlarga borib, yomg'ir yog'dirib qumliqlarni ko'rgan. Mening dengiz okeanlarning har qanday yerda organizib yuradigan dengiz sahildek bo'lgan bor. Bu vaqtda men dengizdagi barliq axlatlarni dengizdan sirtqa chiqarib yubordim hamda Mariana cho'kmasining eng cho'nqur yeriga borgan bo'lardim. Mening butun yasharim buzilib tariqan omega darajasidagi gün o'zgargichi muz odam bo'ldek bo'lgan bor. U vaqtda men yasharim isib ketgan yerlarning temperaturasini tubanlatdim. Men endi omega darajasidagi gün o'zgargichi magnet sahildek bo'lgan bor. Undaqda men Sharq Turkistonning lagerlaridagi hamma metal narsalarni yo'qotdim. Mening ishil degan xo'p bo'lgan bor. Shundoq bo'lsa, men lagerlarga besib kirib, ko'nasiz odamlarni qutqizdim hamda lagerlarni kukum talqon qildim. Mening dunyodagi eng kuchli qurollarni yasayoladigan temir polvondek bo'lgan bor. U vaqtda men ularga o'zini qo'g'daydigan hamda boshqalar bizni bo'zaq qilishga jur'at qilolmaydigan nocha qurollarni yasab berdim. Mening eng oz omega darajasidagi gün o'zgargichi Frankenwetterdek bo'lgan bor. Shundoq bo'lsa, men koronavirus yo'q, boshqa odamlar yo'q, biz yashashga bexatar bu dunyoni qayta qurib chiqqan bo'lardim. Bu qatimqi nutq musobaqasiga qatnashgan 7-8 yoshliklar gruppasidagi Yusufjon Turg'un. Bu o'g'il nayt yaxshi bir temini tanlabdi. Darajadan tashqari botir bo'g'im ba degan. Bu nayt yaxshi bir tem ekan. Ya'ni Uyg'urlardan chiqqan qahramonlar, tarixiy qahramonlar bilan hozirgi karton filmlardagi mush yosh o'smirlarga nayt tunishliq bo'lgan darajadan tashqari Batur palvonlarni selishtiribdi va o'zining ashunda bir palvon bo'lib dunyoni qutqizish, Uyg'urlarni qutqizish orzusini aks ettiribdi. Bu temin ayt yaxshi ekan. Ammo bir nutq musobaqasiga qatnashgan bir asar sifatida ba'zi masalalarni saqlanibdi. Tilning ravon bo'lishi, urg'u intonatsiya, xitob shakli qatorliq jihatlarda ancha-muncha kamchiliklar bor ekan. Ammo endi mush yeshiga nisbatan mush muhojirat turib, Uyg'ur tilini mushunchalik yaxshi o'rganib, mushunchalik yaxshi bir temini ifodalab berganini o'zi nayt qadrlashga tegishli bir ahvol. Men Yusufjon Turg'unninki bu yigitning yana davomliq tirishib ona tilini texnik yaxshi egallab, o'zining saviyasini davomli o'stirishni umid qilaman. Assalomu alaykum. Tatlıq ukam. Bu yil aprel ayida ukam Abdulla tug'ilib, hammamizni xushal qildi. U bo'lsa, hozir 4 oylik bo'lib, bulmaq, meva qatorliqlarni yeyalaydigan bo'ldi. Uning nurg'un umaq qiliqlari bor. Men uni suyib qo'ysam, ba'zida shirqirablar ketadi. Biz uningga gap qilsak, u har xil ovozlarni chiqarib imkos qaytaradi. Uning nurg'un jafalari bor.
men onun çoğ bulup men bilen billa oynayalaydiganligini arzu qilman. U çoğ bolsa men onunğa nurgun umaq qılıqlarını sözlep bermen ve ata-anasıga rahmet eytişi kerakligini aytib bermen. Meryem Adil degan qizimiz tatlı ukam deb bir yazma yazıptı. Kızımız kiyim kechaklarida turishida hech qanday masala yo'q. Ammo boshdan oxiri surat asta, ritm bir xil. Ana degan oz to'la duduqlash bor. Ana degan balkim ekran oldida bo'lganligi sababidan bo'lishi mumkin. Biroz jiddiylashish bor. Assalamu alaikum. Qadrlik ata-analar, sevimli do'stlar. Mening ismim Fatima. Bu yil 7 yoshga kirdim. Aybli qizlar maktabida o'qiyman. Mening maktabim Zaytunburnining avvalgiga joylashgan 4 qavatli bino. Biz har kuni bu binoda fanniy, diniy darslarni o'qiymiz. Darsdan sirt tikishlik, tushirish va badan chiniqtirish darslarni amaliyotda ilib qo'yamiz. Mening har kunlik darslarim ichida matematika, Türkçe, İngilizce, edebiyat, aqida ve Kur'an derslerimiz var. Biz bu derslerini hatta virüs kaplanan günlerde baharlık mektepler takalga basımı devam kıldık. Ben sırtlarda çeklim basımı derslerde her günü geldim. Derslerimni yaxshi öğrendim. Bu yerde biz sap Uygurca paylaşıp, müzik Uygur yemeklerini yap, çoğunluk Uygur ballar oyununu oynayıp yaşayımız. Aybidik benim ikinci çoğun ailem. Hamınlara rahmet. Fatime, en aldı bilen sizge köpten köp rahmet. Özünüzün ikinci ailesi boğan məktubunuzun tolumu tatlıq və canlıq bir tilda ifadələb bədiniz. Nutqunuzun başlanışından ait yaxşı çıxdı. Söz cümlələrini toğru tələffüz qıldınız. Mən sizni təbrikləyirəm. Mən sizin məktəbdə dərslərini öyrənib qalmay, bəlkə əmeli bilimlərini birləşdirib öyrənəcəyinizi anlab bək xoşal oldum. Mən oylayıram, bunların hamısı siz üçün tepulğusuz bir fürsət. Mən sizin bu fürsətlərini çın tutub, kəlgüsü tirişib öyrənib arzu armanlarınıza yetidiyinizə işinimə sizə omad yer bolsun. Assalamu alaikum, hörmətli ustazlar. Benim ismim Sekine Alim. Bu yıl mən 7 yaş kirdim. Hazır mən sizlərə Mening dadam degan maqolamni o'qib bermoqchi. Mening dadam o'ttira bo'yliq, qamsharliq, ko'zlaridan mehribonligi chiqib turadigan bir kishi. Mening dadam pek umidvor odam bo'lib, har qanday ishda g'alaba qilmoqchi bal qo'yatmaydi. Dadam pek köyümcan, pek omaq, pek mulayim hem pek mert adam. U mağa ve fikirlerimga yaxshi muamele qildi. Ügünüşümüzge mo alayida köngül bildi. Biz xatolik o'tkazsak bizni tullamaydi. Aksicha chiroyli tarbiya qildi. Men dadamni bek yaxshi ko'raman. Sakina, yaxshimisiz? Dadınız to'g'riliq yozgan maqolangizni nayt chiroyli o'qibsiz. Nayt to'liq Uyg'ur tilida talaffuzlaringiz shunchalik o'lchamlik. Bizga dadingizning kim ekanligini, sizga qanday muhabbat berdiganligini, sizni qanday yaxshi ko'rdiganligini, siz uchun qancha qurbonlik berdiganliklarini bizga tushuntiribsiz. Bundan faxrlandik, sizning dadingizdan faxrlandik, sizdan faxrlandik. Bundan keyin texmo apаңыз to'g'riliq, boshqa do'stlaringiz to'g'riliq, atrofingizga muhit to'g'riliq, tabiat to'g'riliq kichik maqolalarni yozib bizga sunishingizni umid qilamiz. Davomli tirishing. Bir taklifim, balkim o'zingizni qo'yib berib, erkin azad bo'lib, siz hozircha kichik, ammo o'zingizni erkin qo'yib etib, bolalarga xos tatliq talaffuzlarni ishlatishdan qo'rqmang. Shu tarafdan o'zingizni qo'yib berib, kichik bolalig'ingizni ko'z tutib turib, bizga maqolalarni o'qib berishingizni umid qilamiz. Assalomu alaykum.
Benim ismim Safiye Muhammed. Ben bu yıl 7 yaşa kirdim. Ben sizlerge Mening Toshqonim degan maqolamni o'qib beraman. Mening Toshqonim. Toshqon bo'lsa umoq bir oy hayvoni. Bo'lib men toshqonga bek amroq. Toshqonning yumshoq tuklarini, uzun quloqlarini, kichkina og'zi bilan otayotgan holatini bekla yaxshi ko'raman. Atam bir kuni Safa köydan 3 tane toshqon ekilib berdi. Men ularni uyning balkonida baktım. Bir necha kundan keyin biz tuyuqsiz sayohatga chiqadigan bo'lib qoldik. Biz kelguncha toshqon o'lib qoldi. Mening ko'nglim bekla yerim bo'ldi. Atam mendan 12 dona toshqon ekilib berdi. Men har kuni toshqonga ot tashlab beraman. Toshqon hozir ko'payib 21 dona bo'ldi. Men toshqonlarimizni bekla yaxshi ko'raman. Bu qatimki musobaqaga qatnashgan 7-8 yoshliklar guruhidagi Safiya Muhammad. Bu qizimizning ifodasimi yaxshi bo'pti. O'zine ait o'ziga o'xshash umoq bir temani tanlab, mening toshqonim degan mavzuda nutq so'zlabdi. Ammo ba'zi masalalar bor ekan, bo'libmi nutq musobaqasiga qatnashgan chog'da jonliroq bo'lish kerak. Mayli so'zning bayon qilinish udari bo'lsin, hikoyani jonliq so'zlash bo'lsin, mush jihatda sal tortinib qolibdi bu qizimiz. Andikin ovozimi toza sal jonsizroq chiqib qolibdi. Shunga bundan keyin Safiya qizimizningki ona tilini texmi yaxshi o'rganib, texmi jonliq, texmi bir xil obrazliq holatda musobaqalar qatnashishini va texmi yaxshi natijani qo'lga keltirishni umid qilaman. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Mening ismim Ruqiya Sirajiddin. Men bugun sizlarga Otim degan maqolni o'qib bermoqchiyim. Men 2021 yili 7 ayning 14 kuni chorshanba kuni menga unutmayman. Bu kuni mening uloq shaydatimni mashinasi qo'ydi. Biz Otim bilan yo'ldan o'tayotganda qarshi tarafga nihoyatda tez kelayotgan bir mashina Otimni so'qdi. Otim bizdan 16 yoshida mangulik ayrıldı. Dadam bu gapni anglab bek yig'ladi ve Otimni davlat doktorxonasiga bordik. Doktorlar Otimni operatsiya qilamiz dedi ve operatsiyaxonaga kirib ketdi. 2 soat o'tgandan keyin doktorlar Otimni o'ldi deb xabar qildi. Anam dadam bek yig'ladi. Anam dadam aytishicha Otim bizni jannatda saqlaydi ekan. Ruqiya Sirajiddin degan qizimiz ocham deydigan bir aslima yozibdi. Mazmun nihoyat yaxshi, ammo qizimizning ovozi biroz past, yana ochiq emas. Andan keyin boshdan oxiri intonatsiyada bir xillik bor. Ammo qizimizning Uyg'urchasining bu qadar yaxshi bo'lishi haqiqatan odamni so'yindiradi. Assalomu alaykum küçük dostlar ve dünyanın her qaysidagi aziz qarindoshlar. Men Halima Xolid. Bu yil 7 yoshga kirdim. Mekkada tug'ilib cho'ng bo'ldim. Bugun so'zbakchi bo'lgan nutqimning temisi men jo'grafiyani yaxshi ko'raman. Bu Golubos yer shari modeli. Biz yashayotgan yer shari suvlardan, tuproqlardan, havodan tuzilgan. Biz jo'grafiyadan ularni dengiz okeanlar deb ataymiz. Tuproqlarni qit'alar deb ataymiz. Bu Shimoliy Amerika qit'asi, Janubiy Amerika qit'asi, Osiyo qit'asi, Yevropa qit'asi, Avstraliya qit'asi ve en soğuk buzlardan kaplangan Antarktida qit'asi. Bizning vatanimiz Sharq Turkistondan Osiyo qit'asiga joylashgan. Do'stlar, men vatandagi cho'ng onamni, cho'ng dadamni bek misg'undim. Sizlar misg'undinglarmi? Adashlar, hammadan sig'indik. Adashlar, umidvor bo'laylik. Biz hamon bir kuni vatanga bora olamiz. Vatanni bag'rig'a qanimiz,
Allah xalasa. Bugünkü nutqumni bu şeir bilen ahırlaştıray. Bu vatan bizning buludu, xandan. Gözün aç yürgüm, aç gözünni qara. Bu vatan bizning buludu, yığlama. Vatan sizler yığılsın, öçürelmez bu vatan yana. Üstiga besilgan izning buludu. Bilikingni koy bilikimge, korkma. Titreklerini yaşırın haber. Bu vatan korkumsuzning buludu. Bak olungni, zalimning kuni. Çatırgan kallardı boğuludu. Bu vatan yana bir kıtım vatan bulup tuğuludu. Aç gözlerge sancılı gözlerim. Bu vatan bizning yavukar mısın haram buludu. Geliga esil tırnaklarım. Ustulsa zalimga bir toğram dinim. Bu vatan tunuğu yıkılgan yaram buludu. Korkma. Bir canın var, ete gider. Ögünni körünmez, vatan körsün. Ölmesem, körsem diyen kar yüzün. Ak topağa sevginişni kandak sürsün. Çumlukka tilini bergen hukuslar anılsın. Bu vatan bizning buludu. Sadaqdan etilgan, üstiga yıkılgan. Oğul kızning buludu. Rahmet. Halime, nutq temamızga moslashgan holda arqa tarafga qo'yilgan kilobos va dunyo xaritasi orqali dunyoning jug'rafiyalik qurilmasini nihoyatda jonliq ifodalab berdingiz. Ovozingiz to'lim yangrab, so'z jumlalaringiz nihoyat ravon va talaffuzingiz to'g'ri. Men sizni bu natijalaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Badan tilini nihoyatda jonliq ishlatdingiz. Nutqda mening diqqatim tortgan bir nuqta, dunyoning jug'rafiyalik qurilmasini so'zlayotib, ustunluq bilan vatanning jug'rafiyalik o'rnini so'zlagash, vatanning bayrog'ini qo'lingizga ilib turib, orqadilla vatanga bo'lgan sevgishingizni she'r orqali deklamasiya qilib berdingiz. Siz deklamasiya qilgan she'r bizning vatanga bo'lgan sevginish hissiyotimizni texmo kuchlantirdi. Albatta, o vatan cho'qim bizning bo'ladi. Buning uchun biz tang tirishayli bo'ladi. Men sizning o'zingiz yaxshi ko'radigan jug'rafiyani texmo tirishib o'rganib, kelgusida vatanning jug'rafiyasini tadqiq qilgan dangliq olim bo'lishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum ustozlar va ummat do'stlar. Mening ismim Turkinan Shamishtin. Bu yil 8 yoshga kirdim. Hozir Kanadada yashayman. Bugun sizlarga minnatdorlik haqida so'zlab beraman. Minnatdorlik degan rahmat aytish, rahmatini bildirish degan gap. Mening opam dadam bor. Nurg'un kitoblarim bor. Bakcha o'yinchoqlarim, chiroyli kiyimlarim bor. Ummat do'stlarim, saboqdoshlarim bor. Iliq uyim bor. Yana texi yaxshi ko'radigan mazali tamoqlarni yelayman. Do'stlarim, sizlarning mendek nurg'un narsalar bor. Shundaqku, lekin biz doim o'zimizda bor narsalarga ota-onamizga rahmat aytishni, minnatdorligimizni bildirishni unutib qolamiz. Undaqda men sizlar bilan rahmat aytgan ishlarimni o'rtoqlashib baqay. Men eng boshda Allohga rahmat aytaman. Chunki Alloh meni o'zi yaxshi ko'rgan, sog'lom, aqlli qilib yaratdi. Apam dadamga rahmat aytaman. Ular men bilan doim birga o'ynaydi. Biz nurg'un narsalarni o'rganamiz. O'yinchilarimga rahmat aytaman. O'yinchilarim bilan o'ynasam, yolg'izligimni unutib qolaman. Kitoblarimga rahmat aytaman. Yine bek qiziqarli kitoblarim bor. Kitoblardan har xil bilimlarni o'rgana olaman. Qo'llarim va pullarimga rahmat aytaman. Bular bo'lg'achqa chiroyli rasmlarni chiza olaman. Go'zal Uyg'ur usulini o'rgana olaman. Opamga, ona til muallimlarimga rahmat aytaman. Men ona tilni yaxshi o'rgangachga vatandagi onam, buvam, nevra tuqqanlarim bilan bemalol parvanglasha olaman. Do'stlarimga rahmat aytaman. Ular bek qiziqarli ham bek umoq. iPad, televizorga rahmat aytaman. Men kartonlarni ko'rib, olam jismlarini, odam badaniga doir mazmunlarni, yana nurg'un bilimlarni o'rganib oldim. Hammadan bek o'zimga rahmat aytaman. Chunki mening xulqim bek yumshoq. Men bek adablik. Tamoq tanlamayman. Sog'lom. Do'stlarim bilan
bek yaxshi o'ynayman. Men shundoq tirishchan. Topshiriqlarimni astoydil ishlayman. Kitoblarni bek yaxshi ko'rib o'qiyman. Men rahmat aytadigan yana nurg'un ishlar bor. Hammani so'zlab bo'lolmayman. Lekin pat rahmatlarimni aytib turishim kerak deb o'ylayman. Sizlar-chi, sizlar kimlarga, nimalarga rahmat aytsizlar? Eng oxirdan nutqimni Abdushkur Muhammad Emin buvamning minnatdorlik to'g'risidagi she'ri bilan oxirlashtiraman. Hayot hikmati Abdushkur Muhammad Emin. Qismati qomus hayotning har biri rohat menga. Mayli qayg'u, mayli shadlik kelgani omad menga. Bo'lsa gar qalbimda hikmat qilg'liq jo'ni bahar, bo'lmasa qalbimda hikmat omatin ofat menga. Rahmat. Bu qitimqi musobaqaga qatnashgan 7-8 yoshliqlar guruhidagi Turknaz Shamshidin, Kanadadan Turknaz Shamshidin degan qizimiz minnatdorlik degan temasidagi nutqni so'zlabdi. Bu qizimizning ifodasi meni bak ta'sirlantirdi. Mayli bu qizningki tanlagan temasi bo'lsin, mayli turish shakli, kiyim-kechak, ovoz, urg'u intonatsiya har qaysi taraflarda bo'lsin, mayli talaffuz jihatlardan ifodasini yaxshi bo'pti. Bu qatim mush musobaqaga qatnashgan barliq mahirlarning ichida Turknaz Shamshidinning ifodasini men alayda yaxshi ekan deb qaradim. Shunga Turknazning bundakin texmi tirishib, davomli mushunda bir ana tildagi mushu saviyasini saqlab va uni davomli o'stirib, men ishni umid qilaman. Turknazga texmi yaxshi natijalarni tilayman. Dostlar, benim ismim Saliha. Ben bu yıl 8 yaşa girdim. Ben sizlerge biz her gün zirikmeydiğen kurumdaki bunun hakkında toxtalmoqchiman. Apam bilan dadam Turkiyaga tunç qadim kelganda, nima qilishini bilolmay garib yurganda, men opamning qo'rsqida uxlab yotgan ekanman. Ular o'ylashib nima ichishni qarab qipti. Bir o'zbek nima ilib, Uyg'ur nonlarini namida ichibdi. Dadam navoiy bo'lmoqqa haftalargacha nima ichida taqib qo'yib, men yiqib belaklarni pishib Apam bo'lsa bishni mashq qildi. Keyin nonlar kishilarni yoqtirishga erishib, Uyg'urlardan boshqa millatlar bilan aldog'im bo'libdi. Nonning ta'mi shakli haqida internetda izlanib, dadam o'zlari bilib chiqdi. Apa, o'chada qanday bo'lib nima ichishni o'ylab qoldinglar deb so'radim. Apam, "Balam, men vatandagi chog'da chet elliklarga yo'l boshlab, vatanimiz Sharqiy Turkistonning janubini aylanib, Cheklimagan cho'liga kirganda yetarli suvni ilib kelgan edi. Yo'lning markazida yashaydigan Uyg'urlar va bizga kemashlarni pishirib bergan edi. Chet elliklar suyunib, dunyodagi eng sog'lom yemaklik deb maqtashgandi. Biz dunyodagi ikkinchi cho'ng qilmasdan Uyg'urlarni yeb, suyini ichib, sasirab yenib chiqaydi. Chet elliklar bizning vatanda ayridigan chog'da, sizlar Uyg'urlar o'zinglar yeydigan o'xshash ishonchli, chidamli ekansizlar. Xitoylar bo'lsa, sesib qoldigan ikki kunga chidamaydigan molga o'xshaydigan degan edi. Sizlar mehmondo'st qonunlar uchiq bo'lg'achqa, Svinidonmi dunyoda Uyg'urdagi bir millat bo'lsaydi, men dunyoda bir tiyinsiz aylanib chiqqan bo'lardim degan edi. Men shu joydan nonni qimmatini va parlak kelajagini tunib yetgan edim, dedi opam menga. Men opamdan yana, "Apa, nimishqa bizni nonlarimiz jumloq?" deb so'radim. Opam, "Jumloq narsa mukammalligiga sinov qilindi. Buning misoli ota-bobolamiz izohni mukammallashtirish uchun 7 qatim izoh o'zgardi. Haqdan islom dinini tepish uchun ko'p qatimdan o'zgardi. Mana bu nimamizning jumloq bo'lishiga sabab bo'lishi kerak" dedi. Opamning yana lishjan demak jon demak ekan. Ikkili iraliq bilan yaqish uchun qiziq turnaqa badanini yana anchaydigan ekan. Uyg'urlar ko'plagan yemekliklarni o'tda pishirilg'achqa Uyg'urning jini changan. Xuddi buni misralarda aytilgandek. Xalqim meningmi bir balo qazo kelsa o'lmaydigan. Bugun g'azon bo'lsa erta gullaydigan. O'tda ko'ymas, suvda cho'kmas xalqdir bu. Yer yiqilsa beri yo'laydigan. Saliha Uyg'urgan qizimizdan boshlayman. Non haqida deb bir chiroyli bir qisqacha maqoldan birini yozibdi. Qizimizning taqi turqi yurish turishi, ayadiki badan tili deganlarda jiq masala yo'q, g'ayet jonliq. Ammo boshdan oxiri bir xillik bor, ya'ni chiroy ifodasi, nutqning mazmuniga asosan jonliq o'zgarib maqmoqliq. Ammo yozmasining mazmuni o'zi ifodalashi menimcha g'ayet yaxshi deb o'yladim.
Assalamu alaykum hörmətli ustazlar, sevimli dostlar. Mənim ismim Daniel. Mən bu yıl 8 yaşqa kirdim. Mən Saudi Ərəbistanda yaşayıram. Mən bugün sizlərə Uyğurlarının fəxrlik zemini degan temada sözləməkçi. Dadam mənə kiçikimdən tartıb tarixi vəqələr və mühim caylar haqqında sözləb öyrətdi. Məsələn, İstanbulun fəth qılınışı Türklər üçün ən mühim ikən. Fələstin dünyadakı hər qaysı müsəlmanlar, cümlədən ərəblər üçün pek qimmatlik zemin ikən. Bu çağda mən dadamdan, dada, Uyğurlar üçün ən mühim şəhər qaysı deyə sorğan idim. Dadam mənə, balam, ana yurtumuzun hər bir parçası biz üçün qimmatlik. Lakin onların içində tarihi ən uzun alimler yetişip çıkan Qashqar Uyğurlarının fəxrlənişigə ən layiq deyə mənə Qashqarga münasibətlik nurgun tarixlərini sözləb verdi. Qashqar Uyğurlarının ən qədimi şəhəri olub, Qarxanilar dövründə neçə yüz yıl paytaxt bolğan ikən. Qashqarda nurgun alimler çıkan. Mesela Qutadğı Belikni yazgan alim Yusuf Xasacib. Türk Dili Divanını yazgan alim Mahmud Qashqari ve meşhur alimler Qashqarda yaşayan. Qashqar faqat ilim mərkəzi olub qalmay, hünər mərkəzi bolğan ikən. Mən bunu anlap Qashqarni yaxşı görüb qaldım. Mən bir günlərdə vətənimiz azad olsa, Qashqar burunqidək ilim mərkəzi bolsa deyə arzu qılıman. Daniel, siz nutqunuzni nayt canlıq və çiraylıq salmaq salamlar bilan başladınız. Nutqunun başlanışı nayt yaxşı oldu. Ondan başqa uçunuzğa kiygan yarışımlıq Uyğur xas ənənəvi kiyim-keçəklərinizni bizdən alayda diqqətimizi tartdı. Siz nutqda söz cümlələrinin ravan, tələffuzun to'g'ri bo'lishini nayt diqqət qilibsiz. Urg'u intonasiyalarni dal joyiga tushibdi. Men sizni bu jihatlardan tabriklayman. Siz nutqni mazmunini nayt yaxshi o'rlashtiribsiz. Masalan, İstanbulning fathini, Falastinning o'rnining muhimligini tarixiy vaqalar orqali ifodalab berdingiz. Dadangiz degandek, vatanning har bir parchasini Uyg'ur uchun intayin muhim. Siz yana qadimiy shahar Qashqarning Uyg'urning tarixi va madaniyatidagi o'rnining muhimligini jonliq, aniq tarixiy faktlar orqali so'zlab berdingiz. Men sizning nutqda ifodalab o'tgan go'zal orzu-armonlaringizning eng qisqa vaqt ichida amalga oshishini chin qalbimdan tilayman va bu go'zal orzu-armonlarga yetish uchun texnik tirishib bo'lishingizga tilakdoshlik bildiraman. Sizga omad yor bo'lsin. Közdəki yapırmaqlarının şamalda uçuvatqanidək, yenik piyanino musiqisi könglimіздəki baharını əslətküsü. Bu baharını biz Yaponiyadakı Təfide Qopurnan barmaqları dəstəyli. Assalamu alaykum Jabarkesh aziz ustozlarim, mehriban ata-onalar, sevimli dostlarım, hammanglarga men Təfide Qopurdan mehrlik salam. Hozir sizlarga germaniyalik muzikant Bachning musiqasini o'rnab beraman.
Vatanni seg'inish degan biz uchun vatanda qolgan tuqqanlarimizni, oilamizni, vatanimizning faslarini seg'inishdir. Uyg'urni so'yish degan biz uchun cho'ng-cho'ng orzular bilan yaxshi o'qish, atrofimizdagi hamma narsalarni yaxshi ko'rishdir. Biz bu seg'inish va yaxshi ko'rishlarni yuragimizga selish bilan birga qilayotgan ishlarimizni ko'rsatmoqchimiz. 9-10 yoshliklar guruhidagi so'zlaridan bularni texmi yaxshi his qila olishingiz mumkin. Assalamu alaykum. Men Gülzadem aziz kızı 9 yaşda. Men öz babam to'g'riliq aytib beray. Mening babam bizning aile cho'ng va inoq aile. Sebebi biz babam mama bilan turibmiz. Mening babam ham mamam o'z ona tilida bilim olgan. Babam maktabni nihoyatda yaxshi o'qib ekan. Shuncha vaqt o'tsa-mu, bizga har qanday fandan yordam beraydi. Babam o'xshash bizmi yaxshi o'qishga tirishyapmiz. Mening akam 6-sinfgacha ana tilida bilim olib, o'zining bilimi bilan hozirgi vaqtda qozoq turk litseyida o'qiyotdi. U yerda 3 tilda bilim olyapti. Mening babam o'z ona tilini qadrlagan uchun maldagi yosh ota-onalarga bolalarni Uyg'ur tilida o'qitinglar deydi. Uyg'ur tilida o'qigan bolalar hech qachon yerda qolmaydi. Babam bizni o'zlarining ana tilini qadrlab, yaxshi ko'rish kerak deb doim nasihat qiladi. Men o'z babam bilan faxrlanaman. Bu qitimqi musobaqaga qatnashgan 9-10 yoshliklar guruhidagi Gulzada Azizovna. Bu qizimizninki ifodasimi nihoyat yaxshi bo'pti. Turish shakli bo'lsin, kiyim-kechakları bo'lsin, boshlash, ovoz, urg'u intonasiya hamma jihatdan nihoyat ifodasi yaxshi bo'pti. Ba'zi kichik masalalar saqlangan ekan, mayli ozroq talaffuz jihatdan, andan keyin urg'u intonasiya ba'zi jihatlardan ozroq masalalar bor ekan, ammo umumiy ifodasi nihoyat yaxshi bo'pti. Shunda jonliq, shunda tetik holda mening buvam degan temada nutq so'zlabdi. Shunga bundan keyin Gulzada qizimizningki davomliq tirishib texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Bilga. Men bugun o'zim yozgan hikoyamni sizlarga so'zlab beraman. Bundan 4000 yil oldida bir to'p dengiz qaroqchilari yelkenli kema bilan dengizga chiqdi. Ular dengizda jimjit ketayotganda to'satdan dengizdan bir cho'ng qo'l ezilib chiqdi. Ondan dengizdan taxmijuq qo'l ezilib chiqdi. Bu zaten nima? Bu degan bir kraken. Krakenlarga g'oyat zo'r, qo'rqinchli. Kraken chaqqanlik bilan paraxodni tutyapti. Ondan kraken ikki qo'li bilan paraxodni ikki pachqib tutdi. Kraken qo'li bilan odamlarni tutib yetdi. Ondan keyin ikki qo'li bilan paraxodni dengizning ostiga cho'ktirib chiqdi. Krakenga yaqinlashmanglar. Bo'lmasa u sizlarni yabutadi. Xo'sh, ko'rganinglarga rahmat. Hem de 9-10 yaşlıklar grupsideki Bilgi İkram'ın Kraken degan hikayesini sözleyen nutq hakkında. Bu yigit nayt canlıq sözüldü.
Alayidicallık, artistlardek çıray ifadesi alayidicallık. Yani hikayesi mi bir çıraylık güzel hikaye. Hatta videonu işleş için alaydı küçepti, müzik giriştiripti, onun başka bazı qo'shimcha unumlarni o'qib beribdi. Ammo hali biroz talaffuzi bir yerlarda qochdi. Assalomu alaykum. Mening ismim Najla Emin. Bugun sizlarga mening oilam degan maqolamni deklamatsiya qilib beraman. Mening oilam. Bizning oilada 5 jon bor. Dadam, opam, ocham, men va Mushkul. Dadam kompyuterga munosabatli bir xizmat qiladi. U bek tirishchan va qiziqchi. 40 yoshga kelgan bo'lsa-mu, biz bilan o'ynashni bek yaxshi ko'rdi. U eng yaxshi dada. Opam bo'lsa 38 yoshga kirdi. U yaslida ishlaydi. U bek mehribon. Har qanday kinoni ko'rsa, cho'qim yig'laydi. Ocham 11 yosh. 5-sinfda o'qiydi. U maktabda a'lochi. Matematikaga eng usta. Men 9 yosh. 3-sinfda o'qiyman. Men muallimining yaxshi yordamchisi ham sinf boshlig'i. Mushkim Aman bo'lsa 2 yoshga kiray deb qoldi. Dadam xabar ko'rishni yaxshi ko'rdi. Opam telefonida do'stlari bilan so'zlashishni yaxshi ko'rdi. Ocham kompyuterda o'ynashni, men rasm chizishni bek yaxshi ko'raman. Aman uxlashni bek yaxshi ko'rdi. Qo'sqa ichib uyg'onib ketmasala, uxlayverdi. Ammo men uning bilan o'ynashni yaxshi ko'radigan bo'lg'achqa, uni uyg'otib yetaman. U bek umaq, haras. U uyg'urchani tushunadi. Men kela, tamoq yegin desam, u darhol keladi. Bir kuni Aman ushtum tut og'rib qoldi. Dadam uni hayvonotlar doktorxonasiga ilib ketdi. Davolash jarayonida u 2 kun doktorxonada yotdi. Uni ko'rolmay xuddi yaqin do'stimni yuturib qo'ygandek ko'nglim bek yerim bo'ldi. Onundan boshqa bizning nurg'un baliqlarimiz bor. Ularning quyruqlari bek rengarang. Suv o'tsa to'liq chiroyli ko'rinadi. Mening ota-onam sizlar endi cho'ng bo'ldinglar deydi. Lekin mening oilam bilan turib kichik qolg'im bor. Chunki biz hammamiz birga qilgan ishlarni va o'ynagan o'yinlarni bek yaxshi ko'raman. Bizning oila kichik bo'lsa-mu, bu dunyodagi eng iliq va eng ko'ngilli oila. Rahmat. Yaxshimisiz Najla Emin, sizning qisqa hikoyangizni anglab nihoyatda xursand bo'ldim. Tatliq tilingiz bilan bizga oilangizni shunday yaxshi tushuntiribsiz. Dadangizning qiziqchi ekanligini, opangizning nihoyat mehribon ekanligini, hadingizning matematikaga eng usta ekanligini, sizning muallimning yaxshi yordamchi ekanligingizni bilib oldik. Nihoyat mushkingiz to'g'riliq nihoyat qiziqarli uchurlarni beribsiz. Biliqlaringiz to'g'riliq so'zlabsiz. Bu hikoyangizning qurilmasi jihatini aytib kelganda, mazmun jihatini aytib kelganda nihoyat jonliq, qiziqarli va yiqimli ekan. Bu tarafı menga bak yoqdi. Talaffuz jihatdan Uyg'ur tilini yaxshi talaffuz qilish jihatdan yana ozroq mashq qilishingizga to'g'ri keldi ekan. Ammo umum jihatni aytganda nihoyat ko'ngillik va xushal bir hikoya ekan bu. Biz bilan hambahar bo'lganingizga rahmat. Bundan keyin texmi tirishing, talaffuzlarni aniq qilishga texmi yaxshi tirishing. Sizda umid ko'pkan. Meningcha bunday qiziqarli qisqa hikoyalarni davomli yozib turing. Sizda bir tabiiy talant bor ekan. Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Ihson Mahmud. Bu yil 9 yoshga kirdim. Men yozliq ta'tildan 4-yillikqa chiqman. Bizning oilada 4 jon bor. Opam, dadam, opam, singlim va men. Dadam o'qituvchi, opam oila ayoli. Singlim bu yil 3 yoshga kirdi. U bek aqlli. Men uningga 32 harfni o'qishni o'rgatdim. Do'stlar, sizlar hit bayramlarini yaxshi ko'ramsizlar. Men bek yaxshi ko'raman.
Heyitlarda səhər ornumdan turman. Qolumni və yüzümni yuyman. Dişlerimni çotqalab, heyitlik kiyimlerimni kiyib, dadam bilan heyit namazıga barman. Heyit namazıdan qaytib bulum öyge assalamu alaykum deb kirmiz. Apam heyitlik dasxanaga nurg'un yemekliklarni tuzdi. Biz birlikte oturup yemekliklerge eğiz digimiz. Onundan keyin mahallemizde nurg'un faaliyetler buldu. Faaliyetlerde dostlarım bilen oynaymiz. Tamak yeymiz. Bizge her xil yeydigan narsalarni ve oyunçuklarni birdi. Bu günü biz bek köngüllik oynaymiz. Şuna ben hit ve bayramlarını bek yaxşı görmen. Men hitda yıkan pullarım bilen ilgirkidek şokolad, pranik, muz qaymaklarını almay özüm yaxşı gördigan nurg'un kitaplarını alıman. Dostlar, sizler hitda yıkan pullarınla bilen nime setip almakçı yoki nime almakçı? İhsan, sizning talaffuzunuz intayin to'g'ri, tilingiz bek ravonga, nutqinimi nihoyatda yaxshi, jonliq so'zlab berdingiz. Men nutqingiz orqali sizning illiq oila muhitingizni ko'rgandek bo'ldim. Siz oilada ham akila bo'lib qolmay, soningizga bir o'qituvchi bo'lib, o'qituvchilik vazifasini o'rindab kelib o'tibsiz. Eng muhimi nutqda so'zlab berganingizdek, siz nihoyatda ahamiyatli bir kunlik yeyitlik faoliyatingiz orqali bizga yeyitning xosiyatini yana bir qatam his qildirdingiz. Menga eng ta'sir qilgan nuqta yeyitlik pullaringizni qalayimqa xashlayotmasdan nihoyatda o'rinli ahamiyatli joylarga ishlatganingiz bo'ldi. İşnima sizning tantish do'stlaringiz mush nutq orqali sizdan o'rnak olib, bundan keyin mushtaq yiqqan pullarni texmi ahamiyatli joylarga ishlatdi deb o'ylayman. Sizning tirishib o'rganib, kelgusi orzu armonlaringizga yetishingizga tilakdoshlik bildiraman. Sizga utuqlar ber bo'lgay. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men Turkiyadan Nargiza Mehmetcan. Bu yıl 9 yaşga kirdim. Mening nutqimning temisi yangi planni topdim. Dadam menga har kuni uxlashdan burun hikoya aytib turardi. Bugungi hikoya navbati Moskva safarga kelgan edi. Dadam hikoyani aytib tugatib bo'lguncha uxlab qolibman. Amerikadagi Britanlik oliy maktabining fizika kasbida doktor bo'ldim. O'qish bitirish marosimida ota-onam qo'lida cho'ng bir dastigini elib kelib meni tabrikladi. Men NASA'da ishlab bir olam kemasi yasadim va astronavt bo'lib o'zim yasagan olam kemasi bilan sayohat qilyotgandim. Ayga, Marsga, Merkuriyaga, Neptunga, Veneraga, Saturnga bordim. Barliq planetlarni aylanib bo'lgandan keyin tuyuqsiz tanmaydigan bir planetga uchradim. Aylandim. Uningdagi tog'lar Tangritalga o'xshaydi. Turpandagi bo'yliqdek mey bog'lab chiqqan uzumlar turardi. O tarafida yolqin tog' bor edi. Yetqaga o'xshaydigan bir imorat turardi. Yana aylandim. Rasmlarda ko'rib tonish bo'lib ketgan Do'nko'rikdagi cho'ng bozorda büyüyen turardi. Suyini ichib boqdim. Onam deb bergan daryo suyidek tatbiq ekan. Men bayqaganim bu planetga Qantangni deb nom berdim. Soatning 23 bilan uyg'onib ketdim. Aslida bularning hammasi tushungan emasmi? O'ng tarafimga ishonib tutdim. Chunki onamning deyishicha yaxshi tush ko'rganda onga ishonib tutsa kishilar tezroq reallikka aylanadi. Bu qatimki musobaqaga qatnashgan 9-10 yoshliklar guruhisidagi Nargiza Mehmetcan. Bu qizimiz yangi planeta topdim degan nihoyatda yaxshi bir temada o'zininki nutqini so'zlabdi. Ifodasi xili yaxshi. Mayli turish shakli bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, urg'u intonasiya hamma jihatlarda yaxshi. Ammo o'zi bu tanlagan bu tema bir qadar ilmiy tema bo'lg'achqa, buningda planetlarning ismi va boshqa ba'zi ilmiy atalg'ular bo'lg'achqa, balkim tayyorligi toza puxta bo'lib bo'lanmidimi? O'zi sal tamtirabdi. Shunga men bu qizimizning bundan keyin
tayyorlikni yaxshi qilishni umid qilaman. Balkim shu vaqt yetmagan yoki boshqa sabablar bo'lgan bo'lishi kerak. Agar shu o'zi tayyorlagan mush temini to'liq yodlab olib, andan keyin bir necha qitim takrorlab, andan keyin so'zlagan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi ekan. Bundan keyin musobaqalarga davomli qatnashishni umid qilaman. Nargizaninki ham tayyorlagan temisini oldin puxtaroq tayyorlab olishni umid qilaman. Assalomu alaykum. Men Abdulla Rozbaqayev nomidagi nomер 153 maktab gimnaziyaning o'quvchisi Bahijjon Nazgum Shatmurat qizi. Toza havo, tanga davo. Mana shu 21-o'qish yilimi oyoqlashib, yozlik ta'tillar boshlandi. Biz bu yilmi har yilgidek opam bilan dadamning tug'ilib o'sgan yesiga keldik. Albatta bu Tugman yesi. Shaharda 9-10gacha uxlaydigan biz Tugmanda atiganligi degan qushlarning sayrishidan o'qinib ketamiz. Talaga chiqsak, mal turg'unlari allaqachon ishlarini boshlab etgan. Atiganlik tamoqqa momam bizga yangidan saqqan sut, sirxmay, qaymoq, süzme ve başqa foydali taomlarni tayyorlab qo'ydi. Nashlanib bo'lgandan keyin baqqa chiqamiz. Vaqtdagi daraxtlarda vitaminlar ezilib turgan. Yo'q, bu aptekada sotiladigan vitaminlar deb o'ylab qolmanglar. Bu tabiiy vitaminlar. Olma, o'rik, nashbut, shaptula, qara'o'rik ve başqa foydali vitaminlar. Bir kuni buvam bizni bir alamat joyga apirman deb va'da berdi. Tushdan keyin bosh qochqo'mishlar bilan to'ni nonni elib shu yerga bordik. Albatta bu buloq edi. Biz buloq suyini to'yg'icha ichdik. Buvam yosh vaqtini eslab to'ni nonni buloq suyiga chilab yedi. Bizmi buvamga qo'shildik. Bu alamat tatliq ekan. Bir so'z bilan yetkazish mumkin emas. Buloq ko'rsang ko'zni och degandek, biz buloqning o'pchorsini tozalab, ko'zni ichib, uyga suv elib, uyga qaytdik. Nazgul degan qizimizning Qozog'istonda turadigan toza havo tanga davo degan nutqi. Turish shakli suratga ilinishida qat'iy masala yo'q. Chiroyli bog'ning ichida bir qancha xil manzarada suratga olibdi. Ondan keyin ba'zi qo'shimchalarning qo'shilishi, ulanishida biroz biznikiga o'xshamaydigan ba'zi narsalarni his qildim. Ammo umuman xitob shaklida cho'ng masala yo'q. Yaxshi deyishga bo'ladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Alina, Latin qizi. Men 10 yoshda. Sizlarga bugungi o'z ijodiyatimdan yozgan hikoyamni aytib bermoqchiman. Mavzusi mening aslim. Malining o'tirsiga bizning uyimiz joylashgan. Qo'shnilar chiroyli, o'timiz. Bizning ko'cha ajoyib bir ko'cha. Men o'z ko'chamni yaxshi ko'raman. Bir kuni talada o'ynab yursam, tuyuqsizlar qishimga bir kichkina siriq aslan keldi. Men o'yinga qiziqib, ancha aslanga qaramadim. Biroq nemishkuda putimga putlashib, qishimdan ketkusi kelmadi. O'zimga hayron bo'lib, mening qishimga undaq aslanlar kelibmi ko'rmagan, faqat bu aslanga nima bo'ldikmi deb o'yladim. Yoki bo'lmasa, apsini izdayotamdu dedim ichimda. Shu paytda men o'yinimni to'xtatib, aslanni qo'limga ilib uyga kirdim. Kichkina qacha ilib sut qo'yib berdim. U xuddi o'zining anasi sut bergandek hammasini ichib oldi. Birozdan keyin putimga kelib, qo'sig'ini to'yganligini aytgandek yotdi. Men aslanning beshini siypab qo'ydim. Bo'lgan voqeani opamga aytib berdim. U ko'chib ketgan qo'shnimizning aslini ekan. Bijara aslan talada qolg'achqa qo'sig'ini to'ydira olmay yurgan ekan. Shundan beri men aslanni g'amxo'rchimga oldim. Hozir men daminishda aslanim bilan o'ynab yurman. Aslan menga o'ginib ketdi.
Onun qılıqları xuddi kichik baladek. Mən öz aslımni yaxshi ko'raman. Do'stlar, kimni do'st tutmayli? Issiq mehr sasak, hamma insonlar bir-biriga amroq va do'st bo'ladi ekan. Alina, sizni tabriklayman. Ovozingiz nihoyatda yangroq, nihoyatda jonliq, nutqingiz nihoyatda ravon chiqdi. Men sizning ko'zlaringizdagi o umid ushqunlaridan Qozog'istondagi Uyg'ur farzandlarining ona tilga bo'lgan o'tdak ishtiyoqini va cho'nqur mehr-muhabbatini ko'rgandek bo'ldim. Siz o'zingiz beqib olgan umoq asliningizning hikoyasi orqali bizga nihoyat qimmatli bir temani yuritib berdingiz. Ya'ni biz insonlar atrofimizdagi odamlarga va yoki jonliq jonsiz shaylarga har vaqt mehr-muhabbat bilan muomala qilishimiz kerak. Chunki dunyo mehr-muhabbat bilan go'zal. Men sizning hozir o'zingiz boshqaruvchilik qilayotgan Ana tilim, dana tilim YouTube kanalının texmi jonliq bo'lishini, mazmunlarining rangdor bo'lishini va texmi ko'p kichik do'stlarga manfaat elib kelishini chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin, Alina. Assalomu alaykum ko'pchilik. Mening bugun sizlarga so'zlab bergan nutqimning temasi Rais Jumhur bo'lgan bo'lsam. Men vatanimni bakmo go'zal tasavvur qilaman. Balkim cho'nglarning cennet makan deb tasvirlashlari sabab bo'lsa kerak, xayollarimda tolchilikni atletib chepi bormayman. Tushlarimda vatanim ozod, men rais jumhur bo'lib tushayman. Tushdan uyg'onganimda bo'lsa, vazifamni yaxshi ado qilish uchun planlar tuzaman. Men rais jumhur bo'lsam, eng avval ishni ma'rifdan boshlayman. Maktablarning o'qitish, elektronik uçur texnika, tantarbiya san'at jihatdagi sharoitlarni eng yaxshi holatga akilishga Ma'rifni pul tepishning vositasi qilishga bo'lmaydi. Shunga shaxsiy maktablarning ochilishiga qat'iy ruxsat qilmayman. Yezi maktablari bilan shahar maktablari orasidagi farqni yo'q qilishga tirishaman. O'rganishni suydigan iqtidorli yoshlar tarbiyalash uchun davlat mablag'i bilan dunyodagi eng yaxshi bilim yurtlarida ilm olish sharoiti va fursatiga ega qilaman. Vatanimizning mo'l bo'lgan tabiiy boyligidan unumli shaklda foydalanish uchun milliy korxonalarni ko'plab qurib, o'zimiz yasab, o'zimiz ishlatadigan, o'zimizdan ishinganda boshqalarga sotadigan holatga keldim. Yangi uslub yaratish muhim bo'lgandek, ota-bobolarimiz yaratgan an'anaviy madaniyatni saqlab qolish texmi muhim. Shunga ota miros kasblarini davomlashtirgan va o'rganishni xohlaydigan yoshlarni alohida qo'llab, rag'batlantirib, bu turga sayohatchilikni bog'lab, yuqori iqtisodiy qimmat yaratishga yo'l ochaman. Endi kelayli bu go'zal vatanni qo'g'dash vazifasiga. Bu tuproqda yashayotgan har bir fuqaroning vatan uchun jonini fido qilish ro'yi bo'lishi kerak. Shunga 18 yoshga to'shgan har bir yigitning askariy majburiyat o'tishi zarurdir. Eng ilg'or tipdagi qurollar bilan qurollangan askarlar, haybatlik milliy armiya, vatanimizning kuchini namoyon qiladigan top zambiraklar. Qo'lim bu misralarni yozib lekin ko'z oldimda paraddan o'tayotgan jangovar askarlar, xo'shallikdan tantana qilayotgan xalq, vatan osmonida yangrayotgan istiqlol marshi, rais munbirida. Rahmat. Akif Uyg'ur degan o'g'limiz agar men rais jumhur bo'lsam degan bir temada nutq so'zlabdi. Bu yigitninki ifodasi xeyli yaxshi. Mayli turish shakli bo'lsin, kiyim-kechaklar bo'lsin, ovoz, urg'intish hamma jihatdan yaxshi bo'pti. Ammo yana azroq masalalarmi barkan bo'libmi mavu tema gerçi naiti aktual bir tema bo'lsa-mu, mening rais jumhur bo'lgan bo'lsam degan. Hamda balalarcha bir xil tafakkuri bilan o'zining vataniga bo'lgan bir xil mas'uliyatini ifodalagan bo'lsa-mu, ammo hamda bu tema ma balaninki yeshiga nisbatan
toza mos kelmagandek ba'zi ahvol bo'lib qolibdi. Ya'ni endi bu rais jumhurlikninki bu bir siyosiy vazifa ham buningki o'z ichiga olgan mazmuni bak cho'ng. Shunga endi bu o'g'limiz buningkin shunday musobaqalar qatnashgan chog'da bo'lsa o'zining yeshiga masroq keladigan o'zi texmi o'zininki iqtidorini joriy qildira oladigan bir temalarni qatnashtirsa texim yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Pidajanov Alishan. Mening ishim onda. Endi men mening armanim degan mavzuga hikoya yozgan dedim. Yoqtirib tingshg'aysizlar. Armansiz odam bo'lmaydi. Mening o'z armanim bor. Mening armanim ota-onamning tan sog'ligi mixti bo'lsin deyman. Baxtli bo'lsin deyman. Ota-ona baxtli bo'lsam, mening hamma armonlarim o'rinlanadi. Akam, ukalarim, ota-onam, tuqqanlarim hammamiz xo'shalliklarda bir oila bo'lib, keng dasturxon yeyib, hammamiz bosh qo'zaq, men qattiq xo'shal bo'ldim. Endi mening kichkina ukam dunyoga kelganda hammasi xo'shal bo'ldi. Oilamizda 4-o'g'il dunyoga keldi. Ota-onam qattiq xo'shal bo'ldi. Mening kichik ukamning ismini Alimansur deb qo'ydi. Bu ism hammamizga qattiq yoqdi. Men darslarimdan qo'lim bo'shagandan keyin ukalarimga qarayman, ularni o'ynatman. Ota-onam meni qattiq yaxshi ko'radi. Biroq hamma oilada qizning o'rni bo'lak. Shunday qilib, mening cho'ng armonlarimning biri opam dunyoga alaya kelgan deyman. Nurini chashqan qiz alaya kelgan deyman. Opam dunyoga qiz alaya kelsa, mening cho'ng armonlarimning biri o'rnatdi. Darsdan keyin kunda uni o'ynatatdim, qaratdim, qo'ltatdim. Endi Pidajnov Alishan deb Qozog'istondan kelgan yana bir yigit bor ekan. U nihoyat jonliq, taqi turqi, nihoyat qamlashgan. Xitob shaklida yozmasining mazmuni nihoyat yaxshi. Assalomu alaykum. Mening ismim Zebo Imin. Men 10 yoshga kirdim. Bugun men sizlarga o'zim yozgan hikoyani deklamatsiya qilib beraman. Kelgusiga safar. Men doim kelgusim qanday bo'ladigandi deb o'ylaydim. Bir kuni bu savolimning javobiga erishdim. Hamish odatdagi bir kundek boshlandi. Nashta qilib o'tirsam, eshik urildi. Derhal eshikni ochdim, hech kim yo'q. Lekin eshikning oldida bir chiroyli sandiq turardi. Opam yana turli narsa setib olibdi-da, deb o'ylagach sandiqni ichishga boshladim. Sandiqdan chiqqan bir xil kuchli nurdan to'xsiz ko'z oldim qorong'ulashib, orqamga yiqilib tushdim. Ko'zimni ochsam, bir g'alati mashinada o'tiribdiman. Oldimda bir chiroyli ayol o'tiribdi. Men endi gap qilay desam, u ayol oldi bilan so'z boshlab, o'zining ismining Aygul ekanligini va meni kelgusiga ammonligini aytdi. Men hayron qilib nima deyishni bilolmay tursam, Aygul xonim kelgusiga yetib keldik dedi. U mashina mening kelgusidagi uyimga boshladi. Mening uyimda haydi cho'ng va chiroyli ekan. Tig'i uyimning oldida men yaxshi ko'radigan ko'k rangli yo'g'on mashinam to'xtalgan ekan. Uyimning yanida men o'zim ochgan maktabim bor bo'lib, buvamning Urumchidagi maktabiga to'liq o'xshaydi ekan. Dada bu maktabning kompyuterlarini boshqaradi ekan. Opam bo'lsa bu maktabning yassisiga mas'ul bo'lib ishlaydi ekan. Singlim bir ilg'or muallim bo'libdi. Undan boshqa maktabning ichida maxsus namoz uchun yasalgan bir bino bo'lib, o'g'illar ayrim, qizlar ayrim qavatda namoz o'qiydi ekan. Yana tig'i mening g'oyat zo'r bir kutubxonam bor bo'lib, uning ichida dunyodagi mashhur kitoblarning hammasini topqili bo'ladi ekan. Hatto yo'qolib ketgan uyg'urcha kitoblarning bu hammasini topqili bo'ladi ekan. Voh, ajab payzi! Mening kelgusimda hayot go'zal va qodir bo'ladi ekan, deb baqirdi. Shuning bilan Aygul xonim meni hozirgi uyimga olib qo'ydi. Men shu go'zal kelgusiga erishish uchun texmo tirishib o'qishim lozim ekanligini o'ylab, xushal holda maktabga bordim. Rahmat.
Ziba, sizga rahmat. Bu naiti balliq tuyg'ularga mo'l bo'lgan bolalarcha chuchuk tillar bilan ifodalangan kelgusiga bo'lgan umidvorligingiz tasvirlangan bir chiroyli hikoya ekan. Bizga sunganligingizdan naiti xushal bo'ldik. Shaxsan men naiti huzur oldim bu hikoyangizdan. Aygül xonimning sizni yetlab olgan maktabiga erishishingizni umid qilaman haqiqatan. Buning uchun rost siz degandek to'xtamay tirishib, texmo ko'p bilimlarni egallab, kelgusi uchun asos silib, tirishib, davomli oldiga ilgirlashli kerak. Buni cho'qim qila olasiz deb ishonaman. Ham shuning uchun kuch chiqarib, aktivlik bilan harmaytolmay oldiga qarab intilishingizni umid qilaman. Kichkina bir taklif bersam, ba'zi so'zlarni talaffuz qilgan vaqtingizda sal uyg'urcha talaffuz o'lchamlariga ancha tushmay qolgan yerlari bor ekan. Shuning azroq mashq qilish, uni yaxshilash, texmo ravon qilishga azroq vaqt ham kuch sarf qilishingizga to'g'ri keldi ekan. Bu jihatdan tirishchanlik ko'rsatsangiz, sizningki fikringiz, xiyolingiz ham ijodiy fikrlaringiz nihoyatda jonliq va ochiq ekan. Davomli mush jihatdan o'xshamaydigan o'zingizning atrofingizdagi turmushingiz bilan bog'lanishli bo'lgan, ham dunyo bilan bog'lanishli bo'lgan shunday go'zal hikoyalarni sizga sunishingizni umid qilamiz. Rahmat sizga, davomli tirishing, harmaytolmay oldiga qarab mening. Kelgusi sizniki. Assalomu alaykum. Hammalarga sig'inib salom. Men Sumeyya Elter, Turkiyada yashayman. 10 yoshda. Endi sizlarga vatanimning pesini ko'rgim bor degan maqolni o'qib beray. Ey ana vatanim, seni to'liq sig'indim. Tog'laringni, bog'laringni, daryolarni, ko'nglimdagi hamma narsani bo'lib mutat pesidagi o'zgarishlardan huzurlansam, havolarimda erkin nafas olsam deyman. Baharda yapışır yaylaqda leglek uçurtup, leglikning uçuşdan zo'qlanib qushlarga qarab qaqaqlab kulsam deyman. Yoz. Anglashimcha yozning havosi bek issiq ekan. Yozlar talab, süzüp deryalarda biliq jandik üstem. Yozning barliq go'zalliklarini bolalik qalbimga resim chizsam deyman. Ey yoz fasli, seni bek ko'rgim bor. Kuz. Mol husnliq, altın rangli kuz. Sen de mança saraydım, belki bizga sunup madardan ketdimmi? Yo'q, sen madarını kesen bo'lmaydi. Sen degan to'g'roqni sumolib tursan, to'g'roq bek küçük daraxt. U yana ko'playdi emasmi? Sen bu yana ko'playsan, belki bizga sunsan. Ey kuz fasli, seni bek ko'rgim bor. Qish. Ah qish fasli. Anglashimcha qish fasli bek sovuq ekan. Balalar qarda adımlab, muzda tilip oynaydigan. Benim bu qar oynamam bek var. Ey qish fasli, vatanimdagi qara zulmetlarni xasiyetli oppoq qarlarim bilan kimver. Zulmdan eser mi qalmışsın? Yetti qazimining qahriga kimver. Ana vatanim, seni bek sevgandim. Seni her peslini bek ko'rgim bor. Bu qatimqi musobaqaga qatnashgan 9-10 yoshliklar guruhisidagi Sumeyya Elter. Bu qizimiz vatanimning faslini ko'rgim bor degan nayti yaxshi bir tiyimida nutq so'zlabdi. Bu qizimizningki tiyimisi bo'lsin so'zlagan, turish shakli, kiyim-kechak, boshlash, ovoz hamma jihatlarda ifodasi xeyli yaxshi bo'pti. Xeyli yaxshi. Hamda bu tiyimisi odamni ta'sirlantiradigan yaxshi bir tiyim ekan. Ovozimi jonliq, harakatlarimi nihoyatda jonliq bo'pti. Bir nutq musobaqasiga, ya'ni nutq so'zlaganga xos, nutq kuchliq bir ifodada bo'pti bu qizimiz. Nihoyatda yaxshi bo'pti. Ammo ba'zi kichik masalalar bor. Hamda u masalalarni, masalan, ravonligi, nutqniki, talaffuz jihatdagi ba'zi to'g'rilaydigan taraflar, bularni men ishonaman Sumeyya qizimiz bundan keyingi ana til o'rganish jarayonida to'liqlab, texnik yaxshilab mangdi. Sumeyya qizimizning bundan keyingi
ishlarga texmi muvaffaqiyat tilayman. Assalomu alaykum. Seni suyman ey Uyg'urim. Men Uyg'ur ailesida Uyg'ur bo'lib tug'ilganimda boshqalar meni ay yuzlik go'zal buvoq deb maqtashganmish. Chunki Uyg'urim ay yuzlik edi. Tilim chiqib go'zal Uyg'ur ana tilimda so'zlashga boshlaganimda boshqalarning menga kichiklar turib ajabmi bir go'zal tilda ravon so'zlayalaydigan deb masligi kelganmish. Chunki Uyg'ur tilim ana shundoq go'zal bir til. Bargan sari cho'ng bo'lib, aql tepib, Uyg'urligimni tunishga boshlaganimda o'z o'zimning Uyg'urimga masligim keldi. Qara Uyg'urim, ko'rdingmi? Atrofimda har xil tillarda so'zlaydigan odamlar bor. Biroq ularning ichida mening Uyg'ur tilim eng chiroyli, mening Uyg'urim eng suyimli. Chunki ular do'stona, yordamsuyar, ishchan va samimiy. Shundoq qilib men seni yana bekroq yaxshi ko'rdim. Va tirishib bütün kuchim bilan sana loyiq bir Uyg'ur bo'lish uchun belimni mahkam bog'ladim. Men hozir sen uchun yaxshi o'qiyapman. Cho'ng bo'lganda olim bo'lib, ilm fanni sen uchun xizmat qildirman. Dunyoning va dushmanning sirlarini ochib, seni chuqur azod qilaman. Rahmat. Asiya Adil degan qizimizning Seni suyman ey Uyg'urim degan yozmasi o'zini sahnaga tayyorlashida dastlabki boshlashini aytib jonliq boshlagan aytib yaxshi kirgan. Ammo balkim yaxshi yodlamaganlikdan yoki jiddiylashib ketgan bo'lishi mumkin. Arada to'xtab qolish, duzuqlashini aytib ko'p. Ammo shu sababdan biroz tuvan baho berilib qoldi. Ammo yozmasining mazmunida, talaffuzida, ovozida hech qanday masala yo'q. Assalomu alaykum. Men Muhammad Uyg'ur. Men Turkiyaning Istanbul shahrida yashayman. Men 10 yoshda. Men bu qitimliq men notiq nutq so'zlash musobaqasiga qatnashganimdan bek xushal. Men hozir sizlarga Önkürdeki bala namlıq hikayemni deb beraman. Önkürdeki bala burunun burnusida Ahmet isimli bir bala bar ekan. Bu balaning bir tamu do'sti yo'q ekan. U bir kuni ichi pushib, kipinaklarni qo'g'lab bir önkürga kelib qopdi. Önkürden bir ovoz kiribdi. Assalomu alaykum. Men önkür bo'laman. Siz kim bo'lasiz? deb so'rabdi. Ahmet, va alaykum assalom. Men Ahmet bo'laman deb javob beribdi. Önkür, siz bu yerda nima ish qilyapsiz? deb so'rabdi. Ahmet, mening bir tamu do'stim yo'q edi. Men kipinaklarni qo'g'lab bu önkürge kirib qoldim deb javob beribdi. Önkür bularni anglab, bu gaplarni anglab, "Amsa senga bir savol so'ray" debdi. Va do'stlikni tanlamsan yoki cho'ng bir mol dunyoni tanlamsan debdi. Ahmet o'ylanibdi. Oxiri javob beribdi. Men do'stlikni tanlayman debdi. Önkür, nimishqa do'stlikni tanlaysiz deb so'rabdi. Ahmet, men do'stlikni tanlayman. Chunki ishlab mol dunyoni topalayman. Lekin do'stlikni ishlab topolmayman deb javob beribdi. Önkür bularni anglab, "Amsa sening bir do'sting bo'lsin" debdi va önkürden bir bala chiqaribdi. Ahmet buni ko'rib önkürge bek rahmat aytibdi va önkürden chiqqan do'sti bilan billa o'ynabdi. Andan keyin uni uyga boshlabdi.
Konular aytgan ekan, pul topqicha do'st top. Muhammed, nutqunuz intayin ravan, söz cümleleriniz nayt toğra, talaffuzunuz nayt toğra, sözlerdeki o intonasiyalarımı dal joyiga tushgan. Ondan başqa nutqunuzning mazmuni nayt ahamiyatlikan. Siz nutq orqali dunyoda nurg'un narsalarni pulga setib olib bo'lganligi, ammo chin do'stlikning oson tepilmaydiganligini yo'ritib berdingiz. Deganingizdek, inson uchun chin do'stlik tepilg'usiz bebaho qimmatli boylik. Biz bu qimmatli boylikqa ega bo'lish uchun insonlar bir-birimizga mehr muhabbat berishimiz, bir-birimizga ishonch berishimiz kerak. Men sizdan bundan keyingi hayot musobaqangizda nutqingizni tilga ilib o'tgandek haqiqiy chin do'stlikning sizga hamroh bo'lishini tilayman. Sizga omad yor bo'lsin, muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Madaniyat degan bizning so'zimizda, turqimizda, turmushimizdagi har bir inchik nuqtalarda. Masalan, beshimizdagi do'ppimizda. Endi anglaydiganlar Turkiyadan Nargiza Mamatjonning o'rinlashida naqsha do'ppa. Çoğ bolğan sari biz mustaqil fikir qilishni o'rganyapmiz. O'ylarimiz, g'amlarimiz, vazifalarimiz ko'payyapti. Çoğ bolğan sari umidlarimiz cho'ng'iyapti. Va'dalarimizni amalga oshirish uchun tirishyapmiz. 11-14 yoshliklar guruhidagilarining nutq so'zlari bizning qanday cho'ng bo'layotganligimizni aytib beradi. Assalomu alaykum do'stlar.
Yaxshimsizlar? Men Muhsina Mardan bo'laman. Men sizlarga mening yaqin do'stim haqida so'zlab beray. Mening yaqin do'stim. Mayli cho'nglar bo'lsin yoki kichiklar bo'lsin, hammalarning do'sti bor. Biz xo'sha bo'lganda yoki ko'nglimiz yerim bo'lganda, do'stimiz bizga har vaqt hamroh bo'ladi. Biz do'stimiz bilan birga o'ynaymiz, birga kulamiz, lekin ba'zida bir-birimiz bilan urushib qolamiz. Mening nurg'un do'stlarim bor. Men do'stlarimni bek yaxshi ko'raman. Ularmi meni yaxshi ko'radi. Mening bu nurg'un do'stlarimning ichida bir yaqin do'stim bor. U yaqin do'stim boshlarga faqat o'xshamaydi. O'xshamaydigan yeri u men bilan urushmaydi. Mening ko'nglim yerim bo'lganda meni xushal qiladi va meni kuldiradi. U mendan ayrilmaydi, mendan zerikmaydi, mendan bezor bo'lmaydi, balki menga ko'p bilimlarni o'rgatib qo'yadi. U menga hamroh bo'lganda men faqat zerikmayman. Hatto vaqtning qanday o'tib ketganini bilmayman. U men qilgan vaqtda menga hamroh bo'ladi. Ba'zi oqshomlari uyimdagi chiroqlar o'chganda meni undan ayrilg'im kelmay, ko'cha chiroqlarining nurida uning bilan paranglashman. Chunki uning gaplari meni ajoyib go'zal bir dunyoga apirdi. Mening yaqin do'stimni bilib olinglarmi deyman, ha? To'g'ri, kitob mening eng yaqin do'stim. Sizlarning yaqin do'stinglar kitobmi? Agar shunday bo'lsa, hargiz menga o'xshash kechida uning bilan ko'cha chiroqlarining nurida paranglashmanglar. Bo'lmasa, sizlar menda ko'zoynak taqaydigan bo'lib qolsizlar. Hammalarning diqqatiga rahmat. Muhsina Mardan qizimiz. Bu qizimiz mening yaqin do'stim degan nayt yaxshi bir temada nutq so'zlabdi. Buning da o'zining nurg'un do'stlari borligini, bo'lib kitobning o'zining eng yaqin do'sti ekanligini nayt yaxshi bayon qilibdi. Mayli harakatlari bo'lsin, chiroy ifodasi bo'lsin, talab bo'lsa hamma jihatlardan nayt yaxshi ekan ifodasi. Faqatla ovozda teximjonliqroq bo'lgan bo'lsa, urg'u intonatsiya jihati sal kuchaygan bo'lsa, yaxshi bo'ladi ekan. Bundan keyin shunday nuqtalarga diqqat qilsa, men Muhsina qizimizningki texmo yaxshi natijalarni qo'lga keltiradiganligiga ishonaman. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men Aisha Abdikim. Men bu yil 11 yosh. Men hozir sizlarga o'zim yozgan mening hayotim degan maqolamni o'qib bermoqchi. Mening hayotim. Men 2010-yili 7-oyning 12-kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yurti bo'lgan muqaddas shahar Makkada tug'ildim. Men tug'ilgan vaqtimda cho'ng onam va cho'ng dadamlar bilan xush bo'lib ekan. Hatto opam xushallikdan yig'lab kelib ekan. Chunki men opam bilan dadamning tunji bo'lishi ekanman. Men 4 yoshga kelgan yili dadam meni uyimizga yaqin joydagi bir yassiga berdi. Men bu yassida bek ko'ngilli o'qidim. 6 yoshga kirgan vaqtimda dadam meni o'qish pulining qimmatligiga qaramay Makkadagi turk maktabiga olib berdi. Men 1-sinfdan boshlab nihoyat yaxshi o'qidim. 2-sinfning 2-mavsumiga kelganda, ya'ni 2017-yili ailemdekiler bilen Türkiye'ye geldik. Ben Türkiye'de yıllardan beri görüşüşke taqazza bo'lgan urug' tuqqanlarimiz bilan jam bo'ldik. Men shu joyda ben xush bo'lgandim. Chunki men ailemdekiler urug' tuqqanlarimizni ko'rmagili to'p-to'g'ri 7 yil bo'lgan edim. Men Selim Paşa'daki mahallemizde Uyg'ur do'stlarim bilan Mo'tizda chiqib ketdim. Makkadagi turk maktabda o'qishga tilida muvaffaqiyatla qiynalmadim. Men şu yili 9-ayda Selim Paşa'daki Uyg'ur bilik yurti maktabida 2-sinfdan boshlab ana tilim Uyg'ur tilini o'qish va yozishni o'rganishga boshladim. Mening Turkiyadagi 4 yillik hayotim bek ko'ngilli o'tdi. Men bu yili 6-yillikka chiqaman. Men bundan keyin davom etishib, o'rganib, vatanimizni ozodligi uchun bir kichik tuhfamni qo'shish uchun tirishiman. Ayşe Abdikim degan qizimizning mening hayotim degan yozmasini nutqida ravonligida masala yo'q. Turishida sal oldiga o'tirib qolgandek ta'sirot berdi. Anadan keyin bütün intonatsiya xuddi oqqan suvdekla bir xil. Başdan oxir bir xil bo'lg'achqa biroz nutqning jonliqligiga ta'sir ko'rsatgan. Assalomu alaykum hurmatli muallimlarim va saboqdoshlarim. Mening ismim Abdurahmon Uyg'ur. Men 11 yoshga kirdim. Turkiya Istanbulda yashayman.
Mən natiq müsabiqəsiga qatnaşqanlığım üçün bek xoşal. Mən natiq müsabiqəsiga qatnaşqanlığım üçün yazğan bir hikoyamni aytib beray. Yangaqçı. Burunning burnusida cho'ng yezida bir yangaqçı yaşaydı ekan. Bu yangaqçı o'zi ochgan dükkanida yangaq sotadi ekan. Ammo lekin bu yangaqchining eski bir xuyi bor ekan. Yangaqchi dükkaniga kirgan xaridorlarga eski muomalalar qildi, qo'pol muomalalar qildi ekan va dükkanning tozaligiga hech diqqat qilmaydi ekan. Bu sabab bilan xaridorlari bek oz ekan. Bir kuni yangaq dükkanining qishiga yangi bir yangaq dükkani ichilibdi. Bu yangaq dükkanining egisi bek yaxshi ekan va xaridorlar bek chiq ekan. Bir kuni yangaqchi bundoq o'ylabdi. Nimishqa mening xaridorlarim bek oz, u yangaqchining xaridorlari bek chiq deb o'ylabdi. O'ylanibdi, ammo lekin zodila topolmabdi. Annikin u yangaqchining qishiga berib so'rashga niyatlanibdi. Andin yangaqchining qishiga berib so'rabdi. Sening xaridorlaring nimishqa bek chiq, mening xaridorlarim bek oz debdi. Yangaqchi bundoq javob beribdi. Men faqatla dükkanimning tozaligiga diqqat qilaman va xaridorlarimga yaxshi muomalalar qilaman. Bu sabab bilan xaridorlarim bek jiq. Ammo lekin siz xaridorlaringizga yaxshi muomala qilmaysiz va dükkaningizning tozaligini bek qaramaydigansiz. Bu sabab bilan xaridorlaringiz az o'xshaydi. Agar siz mendek yaxshi muomalalar qilsangiz xaridorlaringizga va dükkaningizning tozaligiga diqqat qilsangiz, xaridorlaringiz bek jiq bo'ladi debdi. Bu gaplarni anglagan yangaqchi xatoligini bilibdi va rahmat aytib dükkaniga kelibdi va dükkanni tozalashga boshlabdi. Dükkanni tozalabdi va kelgan xaridorlarga bek yaxshi muomalalar qilishga boshlabdi. Uningdan boshlab mundoq davom qilibdi va xaridorlari bek ko'payishga boshlabdi. Anninkin mundoq o'ylabdi. Yaxshi muomalalar qilsak va tozalik qilsak, har ishimiz yaxshi o'tadigan debdi va diqqat qilibdi. Bizmi u yangaqchidek xatoliklarimizni o'ngshayli va tozaligimizga diqqat qilayli va yaxshi muomalalar qilayli. Xo'sh. Abdurahmon, siz nutq temangiz orqali pokizlik va boshqalarga tutgan illiq muomalaning hayotimizga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini nihoyat yaxshi va ahamiyatli bir hikoyada ifodalab ko'rsatib berdingiz. Xalqimizda pokizlik iymonning jumlasidir deydigan bir hikmat bor. Pokizlik bo'lmagan yerda barakat bo'lmaydi. Shunga biz pokizlikdan iborat bu xislatni har vaqt o'zimizga hamroh qilishimiz kerak. Mayli turmushda bo'lsin, tijoratda bo'lsin, hayotimizning har bir qadamida boshqalarga tutgan illiq muomalamiz bizning hayotimizga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Biz boshqalarga illiq muomala qilganda ham qarshi tarafni xushal qilamiz, ham o'zimizning qalbi illiqlik bo'ladi. Shunga boshqalarga illiq mehr-muhabbatli muomala qilish to'liq muhim. Onundan boshqa siz yana nutqingizda diqqat qilishga tegishli hamma nuqtalarga alayda diqqat qilibsiz. Masalan, kiyim-kechaklarning ratlik bo'lishiga, so'z jumlalarning ravon bo'lishiga, urg'u intonatsiyalarning dal joyida bo'lishiga, talaffuzning to'g'ri bo'lishiga degandek. Onundan boshqa yana nutqda badan tilingiz bilan chiroy ifodangiz nihoyat jonliq bo'ldi. Men sizni bu jihatlardan tabriklayman. Sizga omad yer bo'lsin. Bundan keyingi o'rganish musobaqangizda sizga zo'r utuqlar yer bo'lsin. Assalomu alaykum sevimli do'stlar va hurmatli ustozlar. Men Abdusalom Uyg'ur. Men Turkiyaning Istanbul shahrida o'tirman. Men bu yil 12 yoshga kirdim. Men notiq nutq so'zlash musobaqasiga qatnashganimga to'liq xursandman. Men hozir sizlarga o'zimning yozgan aqlim topgan maymunchoq ismli hikoyamni deb beraman. Burunning burnusida bir o'rmonlikda bir maymunchoq yashaydi ekan. Bu maymunchoq adashlari bilan birga xushal-xo'ram o'ynaydi ekan. Lekin bir kuni u maymunchoqqa yomon bir odat paydo bo'ldi. Bu odat bo'lsa, bu maymunchoq har birisi bilan yoki adashlari bilan gap bo'lganda
gaplarını dikkat kılmay gap kıldı ki. Şuna adaşların bilip durup mu, bilmey durup mu adaşlarının könglerini yerim kıldı ki. Bir kere o banan yap oturuvatkanda bir tane adaşı aldıdan ötüp gitipti. Onu görgen adaşı bek yığılatıptı ki. Maymunçak onu görüp bunu soraptı. Demişka yığılatsan depti. Adışımı depti. Benim en yaxşı gördüğüm oyuncağım yuqap ketdi depti. Bunu anlayan maymunçak bunu da yığılaydıgan nime ba yana tapsam bulduğu tüzlük bir yere koysam bunlar bolmaydı hop hoptu depti. Andaki onu anlayan bu gapni anlayan adışı teximi yığılap o yerden yiraklaşıptı. Maymunçak bunda muamelelerni başka adaşlarıma kılıverip hem adaşları onundan bizar boptu ve onun bilen oynamaydıgan ve gap kılışmaydıgan boptu. Bir günü maymunçak içi bek puşup duruvatkanda bir de adışı kıştırıp duruvatıptı. Bunu görüp onu tutup onu derhal soraptı. Demişka hem ben bilen oynamaydım ve de kaçırdım ben bilen gap kılışmaydı depti. Buna adışımı bundak cevap veripti. Sen her kadın gaplarına dikkat kılmayısın. Şuna birisine yapanda onunla yaman gap dep, yaman gap dep, şuna onu köngülüne yerim kılırsa. Şuna hemimiz seni yaxşı görmeyden bulduk ve sen de oynamaydıgan ve gap kılışmaydıgan bulduk depti. Bunu anlayan maymunçak pek bunu anlayan maymunçak hemen adaşlarını kışığa gidip onlardan keçirip soraptı ve bir daha bundaki kılmayman depti. Ve adaşlarına burunkudek bunda kuşan koram oynashga başlaptı. Çoğlarımız mundaq deptiken del azar xudo bizar. Bu qatımqı nutq musobaqasida qatnaşqan 11-14 yoshliklar gruppasidagi Abdusalom Uyg'ur degan o'g'limiz. Bu o'g'limiz xatoligini tonigan maymunchaq degan bir nayt yaxshi bir temani olib kelibdi. Har qaysi jihatlarda ifodalarimi xili yaxshi. Mayli mazmun jihati bo'lsin, boshqa jihatlarda bo'lsin, kiyim-kechak deymiz, boshlash hamma jihatlardan shunday ifodasi yaxshi bo'libdi. Ammo bu o'g'limiz sal jiddiylashib qolibdi. Nutq musobaqasiga mas suratga oladigan chog'da sal jiddiylashib qolibdi. Shunga sal tamtirab ba'zi yerda gaplarni sal takrorlab, andan keyin ba'zi yerda toza ravon bo'lmay qolibdi. Amaliyotda kelgan temasim yaxshi ekan, o'zining kiyim-kechak ifodasim shunday yaxshi ekan to'q. Tayyorligi sal kam bo'lib qolgandek turdi. Shunga Abdusalom Uyg'ur bu o'g'limizning bundan keyingi nutq musobaqalarda texmo o'ziga ishonishini, tayyorligini puxta qilib, yuraklik yigit qiyofatida musobaqalarga qatnashishini umid qilaman. Assalomu alaykum, ekran oldidagi suyimli ko'rinmanlar. Men Shahlo Abulqosim. Bu yil 12 yoshga kirdim. Bu qitimliq nutq musobaqasida sizlarga ustalar shikoyati temasidagi bir masala ilib keldim. Qani diqqatinglar ekranda bo'lsin. Ustalar shikoyati. Maktabning tushlik damlash vaqti. Sinflar jimjitlikqa cho'mgan edi. 6-sinfning ustalari o'zaro shikoyat qilishga boshladi. Ang orqa safdagi usta "Voy anam, voy dad, voy, bek zerikdim valladan" deb so'zga boshladi. Shuni demamsan, fizika darsi yuzimni sal shalvoqlarni eqitib uxlab chiqdi deb javob berdi. Ishning endiki usta. Sizlarning ahvolinglar mening ahvolimdan yaxshiroq. Matematika darsimdan faqat aram bermadi. Matematika savollarining hammasi yuzimga ishlab chiqdi. Xuddi daftari yo'qdek. Ustalar ma'rif birligidan matematik professori nomini oldim bo'ldim oxiri deb achchiq kuldi. Ona endiki usta. Bolalar adabiyot darsini yoqtirmamdi qanda. Adabiyot darsi yuzimga bir satr yozsinlar sizidu deb afsuslandi. Hech qaysinglarning ahvoli mening ahvolimdek ichinishliq emas. Bu muallim nima uchun bir-biri bilan tushunmaydigan bolalarni bir ustalga o'tirg'izib qo'ygankin bilmadim. Har darsda bir-birini tillagan, mening yuzimga eng sat gaplarni yozgan, xuddi meni tillayotgandek deb sarlandi darizindagi usta. Voy ustalar, bo'ldi. Bunchalik shikoyat qilib, bunchalik sarlanib ketmanglar. Biz bularga o'xshash nurg'un kapsiz bolalarni uzatdik. Ular cho'ng bo'lgan sira o'zgardi. Ularning har soatdagi xizmatlariga ishonmayli qoldik. Bular bolalar emasmi?
Balalik o'quvchilik hayotida bunchalik ishlarni qilib qoldi. Bularning orasidan Sharqiy Turkistonning eng donliq muxbirlari, shoirlari, yozuvchilari, doktorlari chiqdi. Shu vaqtda mening yuzimga xat yozgan bolalar deb faxrlanib ketamsizlar texi, dedi hammasini kuldirib muallim ustoz. Ishning tuyuqsiz ichilishi bilan ustalar jimjit bo'lib ketdi. Yanala har kungidek Shahla tushlik damlash vaqtida kunlik xotirasini yozish uchun sinfga kirgan edi. Shahla Obulqosim ustallarning shikoyati deb bir yozma yozibdi. Endi Shahla Obulqosimning turishi, nutqi, ovozi, ya'ni barliq ifodasida asosan qusur tepish nihoyatda tas, nihoyatda jonliq. Balkim chet eldagi barliq Uyg'ur o'smirlarga o'sha nutq sohasida balki ulgu bo'lolg'lik darajada saviyada. Shu bunda asosan masala yo'q deb o'yladim. Assalomu alaykum saboqdoshlar. Mening ismim Munavvar Muhammad. Bugun sizlarga hijr qilmaslik degan hikoyamni deb beraman. Hijr qilmaslik. Mahmud bilan Erkin ismli nihoyat yaqin do'st bo'lib, bu do'stlar bir-birlariga yordam qilib o'tdi ekan. Bir kuni Mahmudning dadasi tugab ketdi. Mahmud dadasidan qolgan boyliqlarni buzib chechib ishlatibdi va qiyin kunlarda qilibdi. Erkin bo'lsa bayashat yasabdi. Mahmud Erkin bilan eng yaqin do'stim bo'lganligi uchun chuqur menga yordam qiladi deb uning uyiga borsa, xizmatkorlar uni uyiga olmabdi. Mahmud Erkin bilan kurashkisi borligini debdi. Erkin hozir undan kurasholmaydiganligini aytibdi. Mahmudning ko'ngli yarim holda uyga beribdi. Ertasi kuni uning eshigini 3 yot odam chekibdi. Mahmud eshikni ochsa, bu 3 yot odam dadasini izlayotgan ekan. Mahmud dadasining tugab ketganligini debdi. Aslida bu 3 yot odam Mahmudning dadasining ularga burun qoldirib qo'ygan amonat boyliqlarni topshirib berish uchun Mahmudning dadasini izlayotgan ekan. Mahmud dadasininki amonatlarini topshirib olgandan keyin bularni tejab ishlatibdi. Mahmud bir kuni uningga yordam qilmagan Erkin degan iliqi do'sti esiga kelib, uningga bir xat yozibdi. Sen bana o gün yardım qilmagan, mening ko'nglimni bek yerim qilib qo'yding deb yozibdi. Erkin uning xatini o'qigandan keyin Mahmudga bir xat yozibdi. Erkin xatida sening ko'nglimni yerim qilib qo'ygan bo'lsam xafa bo'lmagan og'aynim. Lekin u 3 yot odam mening tuqqanlarim, xazinalar bo'lsa mening xazinalarim debdi. Mahmud uning gapini, uning xatini o'qigandan keyin o'zidan nihoyatda xijil bo'libdi va ikki do'st qaytadan yaxshi o'tibdi. Münevver siz nutqunuzda iki do'stning orasida bo'lib o'tgan bir voqelik orqali boshqalarning qiyinchilik uchirgan vaqtida ularga eng abchil oqilona usul orqali yordam qilib, ularning g'ururiga tegib qo'yishdan, ularni xijil qilib qo'yishdan saqlanishimiz kerakligini bizga his qildingiz. Demismi kishilik hayotda biz o'xshamagan darajada, o'xshamagan vaqtlarda qiyinchilik uchrashimiz mumkin. Masalan, biz bugun boshqalarning g'oyishidan ravo qilgan bo'lsak, kunlar kelib bizning boshqalar g'oyishidan tushadigan vaqtlar bo'ladi. Mayli qandoqli bo'lmasin, biz boshqalarning eng qiyin, eng ojiz vaqtlarida ularning shu ojizligini nuqta qilib turib, ularning g'ururiga tegib qo'yishdan, ularni xijil qilib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Siz nutqingiz orqali bizga shunday bir ahamiyatli temani yo'ritib berganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, sizni tabriklayman. Bundan keyin texnik kirishim sizga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Tugman Uyg'ur o'rta maktabining 7-A sinf o'quvchisi Latinova Anilam bo'laman. O'z ijodiyatimni yozgan hikoyamni, ya'ni Ana jutum Tugmanim to'g'riliq aytib bermoqchiman. Ana jutum Tugmanim. Tugman yezi eng cho'ng yezlarning biridir. Mana mushu yezda men tug'ildim. Balliq davrimmi o'tyotidi. Tugman yezining go'zalligini til bilan aytib yetkazish mumkin emasdir. Tugman yezamga kirishingiz bilan ikki qatordagi dal daraxtlar, igiz binoliq uylar, bayrog'i lapildab turgan avliyo cho'qqisi Tugmanimni gullatib turadi. Tugmanning ichki ko'rinishi 2 tilliq maktab, bir doktorxona, bir do'raxona, mechit,
7 dükan ve 2 toyxana var. Yezining nomi Tügmen deb atlıb qo'yishig'mi sabablar bor. Burunda Tügmen yezida un tartilgan. Başqa jutlardan buğday ekilib, shu buğdayni tartib, dasturxonimizga ahnan o'z jutimizdan kelgan. Keyinroq butkul yezini Tügmen deb nom bergan. Ulug' Vatan urushilaridagi, ya'ni dahshatli yillarda qahramonlik ko'rsatgan Akram buvimiz o'z ana jutida hayot kechirayotdi. Akram buvimizni mushu jutning mo'tivari, qahramoni deb aytsaqmi bo'ldi. Mening maqsadim shu Akram buvam o'xshash mushu jutning qahramoni bo'lish. Men o'z jutim bilan faxrlanaman. Mening kelajakdagi maqsadim doktor bo'lish. Doktor bo'lib, o'z jutimga, o'z xalqimga xizmat etkim keldi. Men o'z jutimni yaxshi ko'raman. Bu qatim musobaqaga qatnashgan 11-14 yoshliklar guruhidagi Latinova Anilam degan bu qizimiz Ana yurtim tugminim degan temada nutq so'zlabdi. Bu nutqning temasi nihoyat yaxshi ekan. O'zininki yurti bo'lgan Tugman yezisini nihoyat yaxshi obrazliq tasvirlabdi. Amijat ifodasi xili yaxshi. Ovoz bo'lsin, boshqa turish shakli, kiyim-kechak ham jihatdan shunda yaxshi bo'pti. Faqatla nutqning ravonligi azroq kamchil, ya'ni texmo ravon bo'lgan bo'lsa bo'ladi ekan. Tayyorligi balkim toz puxta bo'lmay qolgan bo'lish kerak. Bu sal ta'sir ko'rsatibdi. Ya'ni tayyorlik puxta bo'lmag'achqa o'zi yozgan mushu maqolani obdan yodga ilib, obdan mashq qilish sal kamchil bo'lib qolgan bo'lg'achqa bu maqolani nutqni so'zlagan chaqda ravonligiga sal ta'sir etib qolibdi. Boshqa jihatlarda masala yo'q. Shunga talaffuzni ancha-muncha to'g'rilasa, anadan keyin texmi jonliroq bo'lsa va bundan keyingi nutqlarni ravon bo'lsa, meningcha bu qizimizda umid zo'r. Assalomu alaykum ekran oldidagi hurmatli ustozlar, suyimli savodashlar. Mening ismim Nazira. Men hozir sizlarga o'zimning ijod etib bo'lgan bu mening tilim degan maqolamni huzuringizga sunaman. Bu mening tilim. Hur tug'ilib erkin yashash huquqi bo'lgan Uyg'ur tili. Bu til ota-bobomning qon ter badiliga ta hozir saqlanib kelayotgan o'lmaydigan bir til. Bu mening tilim. Asrlardan qolgan tarix tili. Bu til siyosatga boy Osmoniylar tili. İnsaniyetimiz üstün götürgen, vatanimizni güllendirgen Uyg'ur tili. Bu mening tilim. Millatimni dunyo madaniyat sahnasiga tunutgan yorqin madaniyatning tili. Bu mening tilim. 32 tishimning misoli 32 harfim, 8 so'ziq tovush, 24 uzuk tovush bo'lgan go'har tilim. 1600 yillik yiziq tarixiga ega, 7 qitim yiziq o'zgartgan ijodkor aqlli Uyg'urimning tili. Bu mening tilim. Mashhur Qutatqu Bilikni, Turk tillar divanini, izni va mushuna o'xshaydigan dangli kitoblarni fasohatli Uyg'ur tilida yozib bizga qoldirgan ajdodlarimning tili. O'z tilimiz ko'zga o'xshaydi. Boshqa tillar bo'lsa ko'zoynakka. O'z tilimizni yaxshi bilmasdan boshqa tillarni o'rganolmaymiz. Ko'zimiz yo'q ko'zoynak taqganning foydasi yo'q. Shuningdek, boshqa tillarni yaxshi o'rganaylik ekanmiz, o'z tilimizni mukammal o'rganishimiz kerak. O'z tilimiz hamma tilning asosi. Ana tilimizni yaxshi o'rgangandan oldin boshqa tillarni o'rgangandimi muvaffaqiyat qozona olamiz. Men sizga hozir Abdurahim Zun akamizning Yashnasin Uyg'ur tili degan muhammasini ikki kuplet nikramasiya qilib bermoqchi. Bil shuni Uyg'ur uchun tutmas go'har Uyg'ur tili. Mangu patmas zar quyosh, nurliq qamar Uyg'ur tili. Bepoyon til ko'kida cho'lpon o'kar Uyg'ur tili. Ma'nolarga boy terandur shu qadar Uyg'ur tili. Bo'ldi tarixdan beri bizga padar Uyg'ur tili. Ana til hardam qavm millat uchun ruh to'rigi. Ana til fan ma'rifat almashtirishning ko'rigi. Ana til cho'ng kichikning yuragi tog' yo'ligi. Ana til vosita qural aloqada qalb ayniki. Bizni qushtirgan jimi ishti zafar Uyg'ur tili. Rahmat. Yaxshimisiz Nazira, sizning ana tilingizni aytay, ravon, süzük ve canlıq ve toluq çıqqanken
Nayt hayran boldum. Siz xuddi vatanda Uyg'urcha maktabda o'qiganga o'xshash so'zlayapsiz. Muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Bir necha qisqa takliflarni bersam, bularni faqat taklif deb qabul qiling. So'z qilgan vaqtingizda yomon aldirab ketadigansiz. Ba'zi so'zlarni ancha to'liq, urg'uliq talaffuz qilmay aldirab ishtik so'zlab ketadigansiz. Ba'zi so'zlar sal kamtuk bo'lib qoldi ekan. Shuningga o'zingizni bisib olib, to'xtatib olib, nafasni yaxshi ilib turib, Uyg'urcha deklamatsiya qilgan vaqtingizda suratga diqqat qilib turib, bak tez bo'lib ketmasin, bak ostin bo'lib qolmasin. Shu jihatdan ozroq o'zingizni tarbiyalasangiz, ilgirlatsangiz bo'ladek. Yana bir taklifim, Uyg'ur tili bir jonliq til. Bizda hamda televizorda so'zlanadigan Uyg'ur tili bo'lgan, hamda odatda turmushda ishlatiladigan Uyg'ur tili bo'lgan. Bu xil o'xshamaydigan so'rinlarda, o'xshamaydigan kayfiyatlarda so'zlangan Uyg'ur tilininki ba'zi ohanglari sal o'xshamaydi. Sizninki ishlatgan talaffuzingiz, ishlatgan ohanglaringiz biroz bizning qiliplashgan televizorlarda rektorlar ishlatadigan ba'zi ohanglarga o'xshab anlayotdi qulqimga. Shuning uchun qanday qilganda tabiiy o'zimning tiliga o'xshash qilib, o'zimninki yurgimdan chiqqandek, odatda turmushda ishlatganga o'xshash so'zlab turibmi kishilarga maqsadini aniq tushuntira olayman, kishilarni ta'sirlantira olayman deganni maqsad qilsangiz, menimcha o'qigan maqolalaringiz, o'qigan she'rlaringiz texnik jonliq va chiroyli chiqadi. Sizga rahmat. Assalomu alaykum, dunyoning har qanday joyidagi do'stlarimiz. Aralarimiz jiroq bo'lsa-mu, ko'nglimiz yaqin. Men Tursun Rayan Jamoliddin o'g'li. 14 yoshda. Mening o'z oldimga yozgan hikoyam o'rmondagi sayli. Yoz keldi. Balla yozliq ta'tilga chiqdi. 4-chi sinfni putagan balla muallimasi bilan sayliga mangdi. Muallimasi mangdigan vaqtida ballaga mening kaynimdan qamaymanglar. O'rmonga ahvatlarni tashlamanglar. O't qo'ymanglar deb hamma qoidalarni aytib ketdi. Ular o'rmonga borganda xeyli judi. Bir vaqtida Rasul degan bala ag'insi islomga men muzlab ketdim. Ketdiq jiroq berib o't qo'yib sinib olay deydi. U bala ma'qul keldi. Ular muallimasiga hech nim demay, muallimasidan va balladan jiroq ketdi. O'tullarni yig'ib o't qo'ydi. Ular biroz sinib o'tni o'chamay ballarni izlashga boshlaydi. Bir vaqtida o't cho'plarga, daraxtlarga tutishib ketdi. Rasul bilan islom muallimisini izlab topamaydi. O'rmonning ichini isqoplashga boshlaydi. Bir vaqtida osmonda o'rmonga qaraydigan samolyot uchib yetib, o'rmonning kuyayotganini bayqaydi. U darrov o't o'chirgichlarni chaqirdi. Rasul bilan islom muallimisini va ballarni tepib, muallimasiga hech nim demay, ularni keyindan mangdi. Ular o'rmondan chiqadigan yo'lni tepib, o'rmondan chiqib ketdi. O't o'chirgichlar 1 soatda yetib keldi. O't o'chirgichlar o'tni o'chirib bo'lib, hammasi uylariga qaytdi. 1-2 kun o'tgandan keyin muallimasi Rasul bilan islomni chaqirdi. Biz o'rmonda vaqtida sizlar nima yudinglar deb so'raydi. Rasul bilan islom bir-biriga qarab, o'zida qo'rqinish paydo bo'ldi. Biz sizlarni yudirib qo'ydik, sizlarni izlab topamdik deydi. Muallimasi, rostni aytinglar, men sizlarni boshqa bolalarning oldida uyatib qolmasin deb ayrim so'rayapman deydi. Men hammani tuyib turman deydi. Ular ko'zlariga yosh elib, "Muallim, bizni kechirib eting. Biz sizning gapingizni tanishmadik. Shu o'rmonning o't ketishiga sababchi bo'lib qoldik" deb muallimasidan kechirim so'raydi. Muallimasi, "Ma'qul, men sizlarni bir qatim kechiray. Boshqa unda qilmanglar" deydi. Rasul bilan islom, biz chin yuragimizdan boshqa unda qilmashqa va'da beramiz. Endi o'ylamasdan ish qilmaymiz. O'ylamasdan ish qilsak, oxiri yomon bo'ldigani ko'zimizga yetdi deydi. Bizni siz va Alloh kechirsin deb o'z oldiga maqsad qo'yib o'ylangandek qildi.
Rasul bilan islom tabiatimizni saqlab qolaylik. Axlatlarni tashlamaylik. O't qo'ymaylik deb o'z oldiga maqsad qo'ydi. Tursun, nutqunuzda bir qancha temini yoritib berdingiz. Kollektivdan ayrılıp öz beşinchilik bilan harakat qilishning elib kelgan ig'ir oqibatlari, mas'uliyatsizlik tufayli tabiatga elib kelingan ziyonlar, undan boshqa samimiy rostchil bo'lishning aslida insonning eng go'zal axloq fazilati ekanligini nihoyatda jonliq yoritib berdingiz. Tayyorlagan nutqunuzning mazmuni nihoyatda mo'l va nihoyatda ahamiyatli bo'ldi. Biz bu hikoya orqali nurg'un tajriba savoqlarga ega bo'ldik. Men siz ve sizga o'xshash barliq o'moq bolalarimizning mush hikoyadagi ikki do'stning o'tkazgan xatoligidan cho'nqur savoq elib, kichkidan boshlab tabiatni suydigan, tabiatni qo'g'daydigan mas'uliyatchan kishilardan bo'lishini, samimiy, xatolikni dodiliq bilan ustiga ola oladigan kishilardan bo'lib yetilishini chin qalbimdan umid qilaman. Nutqni nihoyatda jonliq, nihoyatda hissiyotli so'zladingiz. Sizni tabriklayman. Assalomu alaykum ekranidagi ko'rmanlar. Men Zulay Abdurazaq. Men sizlarga o'zimning ijodiyati bo'lgan Sig'indim degan maqolamni huzuringizga sunmoqchi. Undaqda diqqatinglar ekranda bo'lsin. Sig'indim. Dada, hash bashtigacha sizdan ayrılg'ili 5 yil bo'lib qoldi. Bu 5 yil menga xuddi 40-50 yildek bilinadi. Helimi esimda. Sizdan ayrılgan chig'imda sizning karvatda bir ko'zingiz uchuq, bir ko'zingiz yepib qalda tabassum qilib yotganingiz. O gün sizin ayrılgan günüm osmon qorong'u, kun tutuq, üstü başım xuddi ho'l bo'lib ketgandek his qilardim. Sunilgan kichkina qo'llarimning javobsiz qilishi to'liq qiyin ekan dada. O'zim bilan qolgan har an ko'zlarimdan sizoqsiz dada. Siz bo'lmagan har kunim, har soatim, her dakikam azap içine öttü. Şunda qiyin ekanki dada, hayatni qo'g'lash, o'qish, texmi qiyin bo'lgani saxta bo'lsin tabassum qilib yurishgan. Do'stlarim dadani sig'indimmi deganida, ya kunib qoldim deyman. Ammo yuragimdan sizni to'limi sig'indim dada. Kashki qishimda bo'lgan bo'lsangiz, xizmatingizni qilib olgan bo'lsam deyman. Bir chini bo'lsa çay sunib beradigan bo'lsam deyman. Kichik bolalardek sizga erkinib olgan bo'lsam deyman. Afsuski bularning hech birini qila olmayman. Chunki qishimda siz yo'q. Dadam yo'q. Erkilab men keynidan mangay desam dadam yo'q. Bir china çay qo'liga sunay desam dadam yo'q. Hayat çağda bilmegen cinim dada kadrini, yeni da men bir gece konay desem dadam yok. Anlatmagan için köptün köp rahmet. Bu qatımqı nutuq musobaqasiga qatnashgan 11-14 yoshlar guruhisidagi Zulhaya Abdurazaq qizimiz. Bu qizimiz Seg'indim degan temada bir nutuqni so'zladi. O'zini aytdi jonliq qiz ekan, tilimi Uyg'ur tili, ana tili yaxshi ekan. Anandan keyin o'zimni ta'sirlik, hissiyotliq so'zladi bu maqolani. Ham maqolaning oxirida bir kuplet, bir parcha she'r bor ekan, u she'rni yaxshi hissiyotli deklamasiya qildi. Ammo men deb turib yozilgan bir parcha maqolani nutq musobaqasiga qatnashtirish uchun cho'qim bo'lsa o'zingizning yashig'iga mos keladigan ashunda bir temani so'zlasangiz texmi yaxshi bo'ldi. Qoyil qilish kuchi, ta'sirlantirish kuchi texmi kuchli bo'ladi. Bu qizimizning tili ravon ekan, ana tili, hissiyot ifodalash hamma jihatdan shunday yaxshi ekan. Menimcha bundan keyin o'ziga munosib temalarda nutq so'zlab musobaqaga qatnashsa cho'qim yaxshi natijalarni qo'lga keltira oladi. Assalomu alaykum ekran oldidagi do'stlar. Men Amina Abdug'ani. Bu yil 14 yosh kirdim. Men hozir Aybili xonim qizlar markazida o'qiyman. Men mening yurtim Xotan temisidagi maqolamni huzuringizga sunmoqchiman. Mening yurtim Xotan. Har jonliqning yurti bo'lgandek mening yurtim bor. Mening yurtim bo'lsa Xotan. Men sizlarga yurtimni qisqacha tunishtirmoqchiman. Men Urumchida tug'ilib jon bo'lganim bilan ota yurtim Xotan.
Mən sizlərə hazır yurtumni tunuşturup çıqay. Yurtumның nahiyələri bolsa, Guma, Qaraqaş, Lop, Çıra, Kiriyə, Niyəgə oxşaş nahiyələr var. Xotanның yana Yanaqı, Qaşteşi, Ətlisi, Gilimi, Qağızı, Göşkürdisi və Doğupi dünyaga məşhur. Xotanliklər tarixdən beri işcan, mehmandost, pakiz, əxlaqlıq bir xalq bulub tunulğan. Xotan yana qadimi Uyğur şəhəri bulub Tarım oymanlığının cənubiga yerləşkən. Umumi ahalisi 1.439.000 nəfər bulub Uyğurlar %97'ni təşkil qıldı. Xotan xalqının qadimdən dehqançılık, bağvançılık, kipəkçilik və giləmçilik bilan məşhur. Bu şəhər Xitay hökuməti tərəfindən qəsdən namratdaş ötülgən. Xitay boyunca məşhur olan qaş yaş məhsullatları bulan talanga uçurayotgan bu şəhər qəsdən namrat qaldırılgan. Mening yurtum ən şundaq bir yurt idi. Lekin hazır Xitaylar yurtumni işğal qılıb yoq qılıvatıdı. Mən buningdan texmi tirishib o'qib, yurtum uchun yaramlıq bir doktor bo'laman. Və yurtum uchun qo'limdan keladigan töhfalarning hammasini qo'shaman. İnşallah. Meni anglab berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Amina Abdug'uni Mening yurtum Xotan degan yozmasini so'zlab berdi. Umumiy sahna ifodasini nihoyat yaxshi deyishga bo'ldi. Nihoyat ravon, andan keyin mazmunga asosan intonatsiya nihoyat yaxshi tengshelgan. Nuqullarga yodlab olgandekla so'zlagan emas. Bu alohida bir muhim nuqta. Andan keyin yozmasam mazmunimi xilla yaxshi yozilgan. Assalamu alaykum ekranlardagi sevimli ko'rmanlar. Mening ismim Asma. Men bu yil 14 yoshga kirdim. Aybli xonim qizlar markazida o'qiyman. Men bugun sizlarga o'zimning ijodiyatim va tarixim bo'lgan dadamdan ayrilgan vaqt temlik maqolamni sunmoqchiman. Emas boshlab ketaylik. Dadamdan ayrilgan vaqt. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Men kindik qanam to'kilgan vatanimdan va sevimli dadamdan 3 yosh vaqtimda zolim Xitoylar sababidan yig'zar holat ayrilganman. Men hozir sizlarga och jarayonlarimni qisqacha qilib so'zlab beray. Men ana vatanim bo'lgan Sharqiy Turkistonning Qumul shahri dunyoga keldim va Allohga shukrlar bo'lsinki, to'liq 3 yoshgacha go'zal vatanimda va iliq oilamda xushxo'ram yashadim. Vaqt o'tgan sari Xitoylarning zulmlari kundan-kun ko'payish boshladi. Buni sezgan dadam bizlarni islomiy muhitga yashatqizish uchun izzat yo'lini tanlagan. Kunlar o'tgandan keyin dadam opamga hammamizning birga safarga chiqadiganligini deb yeydigan, ichadigan, kiydigan va azroq iqtisod tayyorlashini topilgan. Opam dadamning topilgan hamma narsalarni tayyorlab bo'lgandan keyin biz hijratga boshladik. Biz qora yo'llar bilan Malayziyagacha sog'-salomat yetib keldik va Malayziyada bir mezgil turib qoldik. Bu jarayonda bir jasus sababli uyimiz oshkorlanib, Xitoy va Malay soqchilari uyimizni bostirib kelib, dadamni olib ketmoqchi bo'lgan. Bu vaqtda dadam turib qoldi. Xitoy soqchilari dadamni urib o'ldirg'izib qo'ygandan keyin uyning hamma yerini aqtirib, qo'limizda bo'lgan butun pullarni musodir qildi. Andan dadamning qo'liga ko'zini silib elib manganda, men dadamning putiga ching esilib olib, dadamni qo'yib o'tinglar deb yig'ilsam, soqchilar dadamdan meni ayirib, dadamni ketgach, qo'limizda bo'lgan butun iqtisodlarni birga elib ketgan. Biz o yerlardan qochib yurib, tutilib, turmalar yetib, oxiri Allohning rahmati bilan Turkiyaga chiqib oldik. Mana men hozir 14 yoshga kirgan, chiroy jihatdan go'zal, aql jihatdan aqlliq, huy jihatdan axloqliq, jasur, botur, ammo ruh jihatdan vatan sevgisiga tashna, dada mehriga qolmagan va kofirlarga butunlay o'ch bir qiz bo'lib yetildim. Men Allohdan umidimni uzmadim va oxirigacha uzmayman. Dunyolik ko'zim bilan dadamni ko'rib, oxirgi hayotimiz birga yashab, vatan tuproqlarida birga yurishni orzu qilaman. Inshaalloh orzularimning amalga oshishini umid qilaman. Dadamning bizlardan kutgan umidi islomiy muhitda yashab, islomiy hayot cho'ng bo'lishimiz va mehribon Allohning eng yaxshi ko'radigan, ota-onamiz ikki dunyo aziz qila oladigan, vatanimizning ozodligi uchun borlig'ini atiya oladigan solih farzandlardan bo'la olishimizdir. Men mehribon Allohning izni bilan dadamning mendan kutgan umidini oqlayman inshaalloh va ota-onamni ikki dunyo aziz qilaman inshaalloh. Meni anglab berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Asma, siz nutqda tilga ilib o'tgandek sabiy vaqtlaringizda faşist kuchlarning qalbingizni qoldirgan saqaymas jarohati, oilangizning yillardan beri beshiga kelgan kulfatli amaliyotda bütün Uyghur jamiyatining bir kichikligiga kartinasi. Siz gerçi 3 yaşınızda vatandan ayrılgan bo'lsangiz-mu, lekin ana tilimizni shunchalik jonli, shunchalik ravon va to'g'ri so'zlaydi ekansiz. Men bundan intayin ta'sirlandim. Albatta bularning hammasi sizning yot muhitda sizni tarbiyalagan oilangizning tarbiyasi, shundaqla
sizning vatanga bo'lgan kecha kunduz ulg'ayayotgan sig'inish hissiyotingiz, dadingizga bo'lgan sig'inish hissiyotingizni turtkisida ana tilimizni mana shunday ishtiyoq bilan o'rganganligingizni ko'rib turibdiman. Men ishniman oilangizning beshiga kelgan, xalqimizning beshiga kelgan bu kunlar tez arada oxirlashib, siz dadingiz bilan, vatan bilan jam bo'lgan daqiqalar cho'qim yetib keldi. Va shuningga ishnimanki, shu vaqtda dadingiz sizdan cho'qim faxrlandi va sizning ona tilimizni bunchalik chiroyli so'zlaganingizdan cho'qim suyunadi. Texmi g'ayratli bo'ling, texmi tirishib o'qing. Alloh dadingizning tenini salomat qilsin. Men sizga omad tilayman. Agar fursat berilsa, hamma bolalar qaltis. Biz mushu fursatda aramizdagi qaltis natiqlarni tanib oldik. Faqat musobaqa bo'lganligi uchunla baholag'uvchilarimiz numr qo'yib ularni baholadi. 3-qatimliq Men Natiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasiga qatnashgan mahirlarning natijasini ko'rish uchun diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Yetta 8 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jonliq natiq mukofotiga erishgan mahir Maryam Adil. Yetta 8 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng tamkin natiq mukofotiga erishgan mahirlar Ruqiya Sirajiddin, Safiya Muhammad. Yetta 8 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahir Yusufjon Turg'un. Yetta 8 yoshliklar gruppasi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Daniel Musajan, Fatima Nur Muhammad, Sakina Alim. Yetta 8 yoshliklar gruppasi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Halima Xolid, Saliha Uyg'ur. Yetta 8 yoshliklar gruppasi bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan mahir Turkinoz Shamshiddin. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jonliq natiq mukofotiga erishgan mahirlar Bilgi Ekram, Baxtjano Nazgum. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng tamkin natiq mukofotiga erishgan mahirlar Ehson Mahmud, Ziba Emin. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahirlar Pidajano Alishan, Muhammad Uyg'ur, Nargiza Mamatjon. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Gulzada Azizovna, Platinova Alina, Asiya Adil. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Sumayya Iltar, Najla Emin. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan mahir Akif Uyg'ur. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jonliq natiq mukofotiga erishgan mahirlar Abdurahman Uyg'ur, Latinova Anilam. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng tamkin natiq mukofotiga erishgan mahirlar Munavvara Muhammad,
Abdusalam Uyg'ur. 11-14 yoshliqlar guruhi bo'yicha eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahirlar Aisha Ablikim, Amina Abdug'ini. 11-14 yoshliqlar guruhi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Zulhaya Abdurazzoq, Muhsina Mardon, Tursun Rayyan Jamaldin o'g'li. 11-14 yoshliqlar guruhi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Nazira Akbar, Asma Abduvahid. 11-14 yoshliqlar guruhi bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan mahir Shehla Obulqosim. Barliq mahirlarimizni chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. 3-qitimliq Man Natiq Uyg'ur g'unchilari nutuq so'zlash musobaqasining mukofot buyumlari. 1-darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan qimmatlik miros Turkiy tillar divani sovg'a qilinadi. 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan qayta bisilgan Shahona kitob Qutatg'ubilik sovg'a qilinadi. 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Nuzgum milliy buyumlar do'koni tarafidan ishlangan bolalar maktab sumkasi sovg'a qilinadi. Eng jonliq natiq, eng tamkin natiq, eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahirlarga nasl guruhi tarafidan ishlangan Vatan xaritasi quroq o'yini sovg'a qilinadi. Meyli qaşşaq bolsun, meyli behəşəm. Ana dilim mən üçün əziz söyümlük. Cahan munbiridən yangrımasa həm. Ana dilim mən üçün muqaddas büyük. Əziz qarindaşlar, bu qitimliq musobaqamiz axırlaşdı. Biroq biz üçün hammadan aziz bo'lgan bu til biz bilan birga yashashni davomlashtirdi. U bizning jinimiz, qinimiz, utqimiz, kelgusimizdir. Musobaqaga qatnashgan mahirlardan, numara etgan do'stlardan, ilhomlantirgan ustozlardan, qimmatli vaqtini chiqarib ko'rgan qarindoshlardan minnatdormiz. Kelar qatimliq musobaqada ko'rishaylik.